Esselamu Aleyküm muhterem kardeşler. Hemmeğe Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Fidayla ikramı hoş geldiniz. Bugün diqqətinizə Kur'an'dan Nezer programımızın 94. sani Kur'an ve Uygurlar təqdim qılındı. Xəbərində bolğanda Kur'an özününki Ərəbcə tilində, Rüşən Ərəb tilində nazil bolğanlığı, Ərəb qavmiga tushganligi Kur'andagi oyatlardan ma'lum bo'lib turibdi. Shundaq ekan, nima uchun Qur'onga chaqiramiz degan savol aqllardan kechmay qolmaydi. Qur'on arablarga nozil bo'lgan Rüşən Ərəbcə vahiy ekan, nima uchun uningga u bizning kitobimiz deyiladi. Qur'onning nimasi Arabning, nimasi butun insoniyatning. Uyg'urlar Qur'ondan qanday qilgan unumli foydalana oladi? Qur'onning tarjima tafsirlariga qanday muomala qilish kerak? Qanday qilgan chog'da Alloh tarafidan nazil qilingan vahiyning asl maqsad muddasini to'g'ri yaxshi tushungili bo'ladi. Qatorliq mazmunlarning bugun shu dars orqali javoblanishini umid qilib, ekranimizda biz har haftada ko'rib kelayotgan Kerimzoir afandim bor. İnşallah birlikte öğrenimiz dostumuz Abdülaziz birodarniki kompüterda mesaj çıktı mı? Ben başta açtırdım dostlarınki saklab qolmaslik uchun. Assalomu alaykum ustoz, xush keldilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday ahvollari? Yaxshi, Alloh shukr. Buradan turiblar. Biraz ilgari deb o'tib ketgandek, bugungi tema Qur'on va Uyg'urlar bo'ldi. Qur'onning arabcha ekanligi hammalarga ma'lum. Ancak nima uchun biz Qur'onning naridan biz qanday foydalanamiz? Qatorliq mazmunlarni bu yerda deb ketdik. Qavani sizlarga taqdim qilishlarga bog'liq. Ben Abdülaziz keldi, ben kendi çekiliş terişime inşallah merhamet gepsildi. Oldu. Aldık turvatımız. Məqsəd muddao hazır deyilgəndək, nemi üçün Qur'an'ı çağırırız? Bu nəhayət mühim bir məsələ, nəhayət mühim bir sual. Əslində biz burun bir dinə etiqad qılıb kelayotgan bir millət, əmdi o dinniki, o biz etiqad qılayotgan, etiqad qılıb kelayotgan şu özü ənənəvi dinning içidəki ba'zilari bizga to'g'ri kelmaydigan, ba'zi yerlar to'g'ri keladigan bu shunday bir narsalar bo'lganligi uchun biz alohida Qur'ondan nazar programmasi asosida shu Qur'onni chaqirib keldik. Ham buningdagi birinchi savol, nima uchun Qur'onga chaqiramiz? Millatni nima uchun Qur'onga chaqiramiz? degan vaqtida Qur'oni Karimniki biz nurg'un yerlarda tushuntirib o'tdik. Qur'onniki Türkçe tarixçilerde biz tarixiy yerleri var. Yani 1400 yıl burunqi tarixga mansub yerleri var. Nurg'unlagan, hatto ki Qur'oni Karimning ichidagi Payg'ambar alayhissalomniki qilgan so'z harakatlari tasvirlangan oyatlarning o'zi şu Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısidagi voqealikka munosabatli bo'lganligi uchun shu tarixga mansub deb qaraladi. Va undan boshqa Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam tarixdagi burunqi payg'ambarlar va o payg'ambarlarning qarshisida turgan insonlarning hammasiniki qilgan so'z harakatlari hammasi shu o'z zamoni va o'z makoniga mansub voqealik hisoblanadi. Onu hech qanday o'zgartib, uni hozirgi zamonga so'rashga bo'lmaydi. Hamda Qur'onniki universal nimalari bor hamda. Maxsus bir tarixga, bir makonga, bir millatga xos yerlari boy deganga o'xshash. Masalan, Payg'ambar alayhissalom bir arab o'g'li bo'lish sifati bilan, arab yerim oril cho'ng'igan bir odam bo'lish sifati bilan ve Arap medeniyetinin içinde çoğalgan bir adam ve Arap cemaatinin içinde çoğalgan bir adam buluş bilen şu Arap'ın içinde Araplı yegen nanını yep, Araplı kiygen kiyimini kiyip şu yerdeki cemiyette bir yaşayan
odam bo'lish sifati bilan Qur'on nozil qilingandan boshlab shu jamoatniki, shu arab jamiyatidagi va shu 1400 yil burunqi shu jamiyatda bo'lgan voqealikni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga selish orqali hukm chiqarib, millatni to'g'ri yetaklab manganligi Qur'oni Karimda bayon qilindi. Nurg'un yerida payg'ambar alayhissalomni maqtab va innaka la ala xuluqin azim degan o'xshash maqtash kelimlarimi bor Qur'onda. Nayet güzel ahlaklık bir kişi ekanligi to'g'riliq. Va ba'zi yerlarda payg'ambar alayhissalom tanqidlagan yerlar bor. Vastagfirhu innahu kana tawwaba degan o'xshash mundaq oyatlar mavjud. Mushlarning hammasini birlashtirgan vaqtida payg'ambar alayhissalom nurg'un yerlarning o'zini to'g'ri aytmanganligi va ba'zi yerlarda kamchilik va xatolik bo'lganligi inson bo'lish sifati bilan. O kamchilik yoki xatolik bo'lgan yerda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ogohlantirish berganligi haqida nurg'unlagan Qur'ondan bundaq yerdan topa olamiz. Endi bizniki Qur'onga chaqirishimiz bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida millatimiz islom dinini qabul qilgan kunidan boshlab arab madaniyatini, arab urf-odatini, arab ya'ni payg'ambar alayhissalom yoki sahobalar shu o'z zamonasida ijro qilgan islomniki, ya'ni Qur'oni Karimniki prinsiplarini yoki o'zi buyruqlarini ijro qilgan shu ijroatga prinsip emas, prinsipga asosan ijro qilgan shu 1400 yil burunqi ijroatni din deb tushunib kelganligi uchun bu din bo'lmaydiganligi va dinniki shu zamondagi bir ijroat qismi ekanligi va dinning o'zi nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi prinsip ekanligi va u prinsipni har zamon va har makondagi u Qur'onniki prinsipini qabul qilgan to'plum yoki insonlar ashuna qarta o'ziniki jamiyatdagi masalalarni tatbiqlash orqali masalani hal qilish lozimligini so'zlab o'tdik. Ya'ni bu yerdagi Qur'on chaqirishdagi maqsad degan vaqtda nima uchun Qur'on chaqiramiz degan vaqtda mana shuning uchun. Ya'ni bunday aytgan vaqtda bir millat yoki bir to'plum bir davlatni qurish uchun ya davlatga bir nizom keltirish uchun qanday qilish kerak degan vaqtda ya o'zi tuzib chiqish kerak u nizomning o'zini yoki to'g'ri nizom bo'lsa boshqalarniki to'g'ri nizom bo'lsa uni qabul qilib u davlatga uni qo'yish kerak. Shu orqali u yerdagi o davlatning o'zini bir nizomning ustiga bir sistemning ustiga o'ltirg'izib, uningki shu sistemga asoslanib, u yerda qonun prinsiplarni chiqarish orqali davlatni to'g'ri boshqarib mangdigan gap endi. Misol hozirgi vaqtda dunyoda sotsialist tuzum deymiz, kapitalist tuzum deymiz, demokratik tuzum deymiz, laik tuzum deymiz, shunga o'xshash nurg'unlagan tuzumlar bor. Her davlat o'ziniki jamiyati va atrofidagi davlatlarning amal ahvoliga qarata o'ziga eng to'g'ri keladigan, shu jamiyatga to'g'ri mos keladigan bir tuzumning o'zini qabul qilish orqali u qabul qilgan narsaga asoslanib qonun prinsiplarni tuzib, shu davlatning o'zini qanday qilsak to'g'ri boshqaramiz, millatni, davlatni qanday qilganda shu texnik yaxshi taraqqiy qilamiz degan maqsadda shunday tuzumlarni qabul qildi. Endi bizning ajdodlarimiz islomni qabul qilishdan burun tuzumni o'zi yezib, o'zi tuzab manganki. Masalan, Uyg'ur urfin xonligi deymiz, shu nimalar Ko'kturk xonligi deymiz, Hunlarniki davridan tortib asosan hamma zamonlarda o'zining amal ahvoliga qarata shunday o'zi nimaning sistemini o'zi tuzib, shunday qarata o'z davlatni boshqarib, shunday kelgan ekan. Hem qachoniki Uyg'ur urfin xonligi yiqilib Qaraxonlar davlati qurilgandan keyin o Qaraxonlar davlatimi yana shu Uyg'ur urfin xonliginiki xonligidan olgan shu davlat boshqarish tuzumining o'zini qabul qilib, shu bo'yicha boshqarib mangan ekan. Va lekin Sutq Bug'roxonning zamonasiga kelgan chaqda u yerda u arabniki o'zi dinini qabul qildik deb o'tirib, u yerda o'zi dinni aslini tegidiki, ya'ni dinniki o'zini qabul qilmasdan dinning ijroatini qabul qilib qolgan shu vaqtning o'zida. Payg'ambar alayhisalom ani qilgan, payg'ambar alayhisalom mani qilgan, ani degan, yoki sahobalar ani qilgan degan shularning ish harakatining o'zini qabul qilganligi uchun bu yerda sistemani qabul qilmay, sistemani
sistemi kılıngan icraat, hem de icraat değilse eğer şu rivayetinin özüne Peygamber aleyhisselam ve sahabeler özü icra kılgan nese değilgen takdirde şu nesini kabul kılgan bulmasa o peygamberge ve sahabelerge nispet verilgen hikayelerini din namıda kabul kılgan. O sebepten ne bolgan diye vaqtda millet tamamen Arap medeniyetini, Arap örf adetini kabul kılışga başlagan. Mesela şu 1000-ci yılların 11-ci əsrlərdə şu Mahmud Qashqariniki yazgan şu Türk Tilla Divan degan kitapның özümü milletning içinde naati özümüş Arap Farisi tillarına naati bek öz berilip ketiş, öjep ketkenligi üçün bu yerda bizning tilimizmi başka milletning tilidan qilib qolmaydiganligini milletni tonuşturuş ve başkalarga tonuşturuş maqsadida Türk Tilla Divanı yazılgan misal. Onun sırtida devletni başka yerden bir tüzümni ekilip başka olmasa bulmaydigan bir aşındaq bir düşünce bo'lganligi uchun o devlet başkuruş tüzümünün özünü mesela Yusuf Hasacip şu nime Qutat Qubulik degan özü nimenin özüne kitapni yezish orqali devletni qanday başqurdi, podshoh qanday bo'lish kerak, adolat qanday bo'ladi, fuqarolar qanday bo'ysunish kerak degandek nurg'unlagan narsalarning o'zini yezib, davlat boshqarish bir nizomning o'zini yezib chiqqan shu nima Yusuf Hasajibning o'zi. Qutat Qubulikni o'qisa, hamda shunchalik o'zalqi, masalan, shu hozir 1400 yildan birisi arabniki shu hikoyasini o'qiymiz-ku, shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim degan shu rivoyat hikoyalarni o'qiymiz. Aşı hikayelerini oqandımı özü nurgulgan yaxşı mazmunlarni adam özü his qılalaydı şu nemenin özünü oqsa. Qutat Qubulikni oqsa. Özümüzge nayet faydalık aşındaq näsler derhal qolumuzga chiqadi. Bu rivoyatni o'qitchi desa, emtahun aniqan, semtahun maniqan, aygör su içken, maygör nayigen degandek shundaq hikoyani aytib, undan unutni mazmun chiqiramiz deb, andan keyin o yerda xato narsalarni insonlarga tashviq qilish orqali shundaq o'zi millatni haqiqiy dinga emas, dinniki shu zamondagi, ya'ni koni bir ijroat, ya'ni 1400 yil burungi ijroat degan nayet koni bir ijroat endi. Aşı icraatning o'zini yerlashtiramiz deb o'zi millatga shundaq qilib kelgan. Bu asli dinniki asosi, prinsipi, ya'ni asosi emasligini Qur'oni Karim bayon qiladi. Dinning asosi nima degan vaqtda dinning ichidagi ijroatning, ya'ni Qur'onning ichidagi bo'lsin, mayli Qur'on teshidagi ijroatlar deb hisoblangan narsalar bo'lsin, uning hech birisi din bo'lmaydiganligi. Din faqat Qur'oni Karimning ichidagi prinsip, ya'ni prinsiplar ekanligi. Masalan, o'g'illik haqida qo'ygan prinsiplar, zina haqida qo'ygan prinsiplar, masalan, zulm haqida qilingan prinsiplar, qo'ygan prinsiplar, jihad haqida qo'ygan prinsiplar, iman, e'tiqod haqida, ibodat haqida qo'ygan prinsiplarning hammasi nima desa, shu prinsipga asoslanib turib, u yerda bo'layotgan ibodatlarning o'zini, masalan, ibodat qo'ygan prinsiplarning o'zini misolga olgan vaqtida jamiyatda ibodat deb qilinayotgan narsalarning o'zini u Qur'oni Karimdagi o prinsip sog'andan keyin uning qanchalik ibodat emas. Ashundaq o'zi tasqilib chiqadigan gap endi. Shu sababdan, shu maqsadda biz o'zi bu Qur'on nimadagi hozir jamiyatimizda bo'layotgan, Uyg'ur jamiyatida bo'layotgan ibodat bo'lsin, e'tiqod bo'lsin, nurg'unlagan amallar bo'lsin va yoki tashviqotlar bo'lsin, tabliğlar bo'lsin, ashlarniki qasi dinga mansub narsalar va qasi dinga mansub emas narsalar, buni arish faqat Qur'oni Karim orqali mumkin bo'ladi. Shu sababdan biz millatni nima qildik degan vaqtda Qur'onga shu sababdan chaqiryapmiz. Ya'ni millat o'ziniki nima qilayotganligini bilish lozim. Dinga e'tiqod qilyapamdi, qilyapmamdi, dinga to'g'ri o'z amal qilyapamdi, qilmayapamdi. U din o insonlarga foyda yetkazyapamdi, yetkazmayapamdi. Qur'oni Karimda bunga ergashsanglar, foyda yetadi sizlarga, siz dunyo va oxiratda nijot topasizlar deydi. Va lekin bu millat bizcha degan vaqtda bu nijotlikni topay deyotamdi yoki yani texmbek patqoqqa kirib ketyapamdi. Buning o'zini millatga to'nishtirish maqsadida bu Qur'oni Karimga biz o'zi millatni chaqirib kelyapmiz yani. Shu birinchi savolniki nimasi? Mana shundaq.
Allah razı olsun. İkinci sualını okudun mu ya okulup oldu mu? Oqildi, o'qisa bo'ladi endi uchi. Bir He, savol qatardi. tamam. Kur'an Araplarga nazil bo'lgan ro'shan arabcha vahiy ekan. Nima uchun u bizning bu kitobimiz deyiladi u? Ha, Babamsa ha, Araplarda onu sizlarga tushuntirib qo'yasizlar. ha. Endi to'g'ri bir savol. Buning o'zini o'tgangi darslarning bir bir izohlab o'tgan bo'ldik. Bizning qarindoshlarimizning nurg'unlari u o'zi faqat arablik tushmagan, butun dunyoga tushgan deb qaraydi. Ammo butun dunyoga rahmat ekanligi to'g'riliq Qur'oni Karimda oyat bor. Qur'oni Karim butun insoniyatga rahmat bir kitob ekanligi to'g'riliq. Bu to'g'ri to'xtaldik albatta. Endi bu arabga tushirilganligi haqida mu uch oyatlar bor. Masalan, Qur'oni Karim sura Yasin'dagi 5-oyatida vel Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawmen ma unzira abahum fahum ghafilun degan oyatning o'zimi ata-bobollari hech qanday o'zi ilohiy kitobdan g'afil qilib qolgan shunday bir millatni ogohlantirish uchun tushirilganligi. To'g'riliq mana shu sura Yasinning 5-da shu oyatlar buni bayon qiladi va boshqa oyatlar degan vaqtda biz seni Makka va Makkaning atrofidagi insonlarni ogohlantirish uchun avatdiq deydi. Payg'ambar alayhisolamni payg'ambar qilib saylishi, ya'ni bekitishi Makka va Makkaning atrofidagi insonlarning o'zini Qur'oni Karim orqali ogohlantirish uchun payg'ambar qilganligi bu yerda bayon qilindi. Buni payg'ambar alayhisolam butun insoniyatga payg'ambarlik qilgan inson qilib ko'z tutish uchun nurg'un insonlar uning nihoyatda kuch chiqarib, mushu rivoyat hadislarining o'zini butun dunyoga o'z taqitish va shu orqali payg'ambar alayhisolam butun dunyoga payg'ambar qilib olish maqsadi bundoqqa o'zi ish olib berayotganligi nihoyatda o'zi aniq ham nurg'unlagan o'zi bizniki diniy olimlarimiz deb hisoblangan insonlar mushu rivoyatni hozirgi vaqtda insonlarga yetkazsa payg'ambar alayhisolamniki shu insonlarning o'zini mush dinga chaqaganligi bo'lib hisoblanganligining o'zini degan odamlar bor masalan, deydigan odamlar bor. Jiq ham bunday odamlar. Ammo amaliyotda nihoyat xato bir narsa. Payg'ambar alayhisolam 1400 yil burun dunyoga kelgan, Arab yarim orol dunyoga kelgan va shu arablarning hammasi emas, ya'ni shu bir qism Makka Madina va uning atrofidagi insonlarga Qur'oni Karimni yetkazgan bir kishi. Xolos. Endi Qur'oni Karimni bizniki buniki nemisi arabcha bo'lishining sababimi payg'ambar alayhisolam va u yerdagi qavmning o'zi u millat arab bo'lganligi uchun uningga Alloh taolo arabcha tushirgan. Chunki arabcha tushirmasa uning o'zini insonlar bilolmaydi misol. Bu bizniki kitobimiz bo'lib qolishining sababi nima? Nimishqa bizning kitobimiz bo'lib qoldi degan vaqtida biz tuzum to'g'riliq to'xtalgan vaqtdami shuni bir qo'r bayon qilib o'tdik. Tuzum bir yerda maydonga keldi. Bir yerda dunyoga keldi. Dunyoning bir yerlarida ish qilib bir qabilaning orasida bo'lsin yoki bir millatning orasida bo'lsin bir rayonda o'zi dunyoga keldi va u xohlagan o'zi uni yoqtirgan insonlarning xohlagan insonlar uni qabul qilib o'ziniki rayonlarga ko'chirib akilib ishlatishga bo'ladi. Xuddi masalan sotsializm tuzumi mana nimada Londonda yozilgan bo'lsa, uning o'zini Jungo Kompartiyasining o'zi Jungoga olib ishlatganga o'xshash, Vyetnamliklar Vyetnamga olib ishlatganga o'xshash, masalan Misrliklar Misrga olib ishlatganga o'xshash, shunday naga olib ishlatsa, u ishlatgili bo'ladigan bir narsa. Ya'ni o'ziniki shu davlatni boshqarishga, shu millatga foydali deb shunday o'zi qarasa, shunday ishlatsa bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash islom degan vaqtda arab yarim oroli dunyoga maydonga kelgan bir din. Ham uning o'zini bizning ota-bobomiz bir qism zolimlarniki qilishniki zo'r bilan bo'lsa-mu, o'shaga o'zi uni qabul qilgan bir zamonli bo'lgan, nurg'un bir qismlarining o'zi ixtiyor holatda qabul qilgan yerlarim bo'lgan. Ammo buni qabul qilgan vaqtida uniki naq o'zini qabul qilmasdan uning shakallari bilan qo'shib hammani qabul qilib, hammaning o'zini din qilib olgan misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, savolning o'zi kelgan vaqtida
Qur'oni Karim Arabcha tushirilib, Arab yerim arliq qarta tushirilgan bo'lsa-mu, uni qabul qilish har bir insonniki yoki har bir millatning o'z ixtiyorlik ish bo'lganligi uchun u ixtiyor holatda keyingi vaqtda ixtiyor holatda misol bizniki Uyg'ur xalqi yoki Turkiston xalqlari buni qabul qilgan va uning o'zini din qilib, hatto davlat dini qilib bekitgan misol shu vaqtning o'zida. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karim Arabcha bo'lganligi uchun faqat arablarga xos, boshqa odamning ishlatishiga hojat yo'q deb qarashning o'zimi xato bir qarash. Chunki nima ish qilgan vaqtida insonlar uni foydali deb qarag'an ekan, uni o'zining tilida tarjima qilib, ayndaq ishlatsa, foydalansa bo'ladigan narsa, shu vaqtda nima bo'ladi desa Alloh taolaning rahmatidan huzurlangan, undan foydalangan bo'ldi misol. Shu vaqtda u biznikimi kitobimiz bo'lib hisoblandi. Chunki biz uni qabul qilgandan keyin u kitobmi bizningki bo'ladi degan gap endi. Bizningmi bo'ladi masalan, arabning bo'lganga o'xshash, bizningmi Qur'oni Karim bizning bo'ldi. Ya'ni shu hozirgi vaqtdami arablar Qur'oni Karim faqat bizning kitobimiz demaydi. Nima uchun degan vaqtda uni qabul qilgan har qanday odamning kitobi bu. Endi tamam, onu tushundik. Qur'onning nimasi Arabning, nimasi butun insoniyatning degan savol tug'ildi. Bu uchinchi savol ashka, ma ikkinchisiga hozirgi javob bo'ldi. Uchinchisi Qur'onning nimasi Arabning, nimasi butun insoniyatning. Uyg'urlar Qur'ondan qanday qilganda unumli foydalana oladi degan bu savolning o'zi nihoyat yaxshi bir savol bo'ldi. Nemisi Arabning degan vaqtida Qur'oni Karimniki tili Arabniki. Tili yezig'i Arabniki. Arab yezig'i bo'yicha yozilgan, Arab tilida yozilgan bir kitob. Unda bo'lgandan keyin u Arab tili va yezig'i Arabniki. Endi inson butun insoniyatniki, ya'ni nemisi butun insoniyatniki vaqtida. Degan vaqtida Qur'oni Karimning ichidagi prinsiplar butun insoniyatga ammatan bo'lgan bir narsa. Ya'ni sistema, unda hep vaqtda tuzum yoki bu Qur'oni Karimning ichidagi tuzumni shu sistemasi butun insoniyatga qartilgan bir sistema. Shuning uchun bu yerda ikki narsa bor. Ya'ni arabning tili va yezig'i arabniki bo'lsa, ikkinchisi uning ichida misol Peygamber Aleyhisselam ve sahabalarınki şu vaqtda qilgan ish harakatlari, so'z harakatlarimi bir qismi ham Qur'oni Karimga yozilgan yerlari bor. Masalan, Izoja'a surasi, Inna Fatahna'niki nemisi yoki Ummay Tabbat suralar deymiz. Ashuna o'xshash o'z nurg'ulgan suralar bor. Ash suralarniki nemisi ash voqea nima bu suralar shu zamondagi bir qism voqealikning o'zini bayon qildi. Ya'ni bu hammasi Arablarga xos narsalar. O bizga hech qanday uniki ahamiyati yo'q. Bizga ahamiyati nima degan vaqtda uniki ichidagi sistema. Ya'ni shu vaqtda Payg'ambar alayhisalom shu Qur'oni Karimning ichidagi shu sistema qarab turib, u arablarniki qilayotgan so'z harakatlarini shu sistemaga sep turib, hukm chiqarib, shu yerda millatning o'zini to'g'ri yetaklab, adolatni turg'izib, shu yerda bir adil bir jamiyat barpo qilgan. Uning o'zi u bizga nemasa hech qanday bir aloqasi yo'q. U arablarga shu zamonga xos narsa. Endi bizga degan vaqtda bizga kerak narsa Qur'onning ichidagi shu sistema, ya'ni prinsiplar kerak. O prinsiplar bilan biz o'zimizning masalasini hal qilish, o'zimizniki madaniyatniki ichidagi narsalarni hal qilish, urf-odat, har xil narsalarimizning o'zini shu o'zi sistemaga ya shu prinsiplarga sep turib hal qilishimiz bu lozim. Uning uchun prinsip butun insoniyatniki. Ana aytgan vaqtida. Ya'ni bu yerda Osiyo nemisida, Osiyo qit'asida asosan meni ko'rganim, ham aparqidim shunday bo'lishi mumkin. Burungi zamonlarda shu Yevropada mashtaqga bir qonunning o'zi tuzalsa, o qonunning o'zini insonlar qonunga hurmat qilmasdan qonunni ijro qilgan odamlarga hurmat qiladigan ishlar burun tortib bo'lib kelganki. Qonun qilib, qonunni ijro qilgan insonlarga eslab olgan. Bunday ishlar tarixdan buyon bo'lgan. Xuddi shunga o'xshash, misol Payg'ambar alayhisalom va sahobalar o'z zamonida qonunni ijro qilgan bo'lsa,
Qur'onning o'zida u payg'ambarlarga eslanglar degan bir narsa yo'q. Payg'ambar ijro qilgan shu qonun, shu prinsipga eslanglar deyilgan. Desa, bizniki insonlarimiz qanday qilgan degan vaqtida shu prinsiplarni, shu Qur'onningki nizomlarini ijro qilgan shu insonlarniki ish harakatiga eslayotlik. Bunun endi mana u nimalar endi mana Osiyodagi nurg'un mamlakatlar shunday narsadan foydalanganligi uchun, misol biz kichik vaqtda Leping degan bir Xitoyning o'zini bayroqdor qilib, millatning hammasini shu Lepingdan o'rganish do'lqinni qo'zg'ab, mana shu Sovetdan açtaq, ayndaq bir shaxsini o'ydirib chiqargan gap, shuni o'ydirib chiqarib, shuning bilan o'z millatni qonunga nim qildigan, amal qildigan, qonunni ijro qildiganning o'rniga shu bir tozning oqsiga ergishib, shuning o'zi ergishinglar, shuning o'ziga shuningdek odam bo'linglar deb, aning o'zi haydashchilik qildigan gap. Bu narsa masalan Osiyodagi butun davlatlarda bor desak bo'ldi, hozirgi vaqtda masalan Xinjiangda o'rganish degandek bunday bir narsa bor Xitoyda. Endi bu Qur'on jodisi payg'ambardan o'rganish degan bir narsa yo'q. Payg'ambar o'rgangan narsadan o'rganish bor. Payg'ambar nimadan o'rgangan degan vaqtda Qur'oni Karimdan o'rgangan. Sizlar degan vaqtda sizlarmi Qur'oni Karimdan o'rgana oldi. Payg'ambar suv ichgan buloqdan sizlarmi shu buloqning o'zini suv icha oldi. Payg'ambarni buloqqa aylantirib olmang deydi Qur'on. Misolda. Shuning uchun bu yerdagi bizda nihoyat muhim bir masala nima degan vaqtda hozirgi 3-savolning o'zida payg'ambarning olsun, sahobalarning olsun qilgan ishlarning hammasi ularning ishi. Lahum ma kasabu Qur'oni Karimdagi oyat. Lahum ma kasabu ularning qilgan ishi o'ziga, ularning qilgan ishi hisoblandi. Va lakum ma kasabtum. Ya'ni bizning qilgan ishimiz yo'q, bizga hisoblandi. Biz o vaqt qanday qilishimiz kerak degan vaqtda payg'ambar alayhisalom o'ng qo'lda tamoq yebdiki, biz o'ng qo'limizni yeyishimiz kerak. Uyga sol putni o'ng putul kiribdiki, taloq sol putul chiqibdiki deb uningdan o'rganmasdan Qur'oni Karimdan o'rganishimiz. Yani Qur'oni Karimda bizga nimani bo'ryapti? Buni qilishimiz nihoyat muhim. Chunki buniki nihoyat muhim bir nuqtasi bor. U nuqta nima degan vaqtda payg'ambar Qur'onning o'zini u qadar shunday mukammal holatda ijro qildi degan taqdirdami, hech bir zaman 100% ijro qilinmoqlik. Hech bir inson, ya'ni Qur'oni Karim emas, har qanday bir payg'ambar bo'lishdan qat'iy nazar, u payg'ambar u ilohiy kitobning o'zini 100% ijro qila olgan bir payg'ambar tarixda yo'q. Uning uchun Qur'oni Karimda nurg'un payg'ambarlar zikr qilingan bo'lsa-mu, u payg'ambarlarning nurg'un yeri tanqidlagan yeri bor. O tanqidlashning sababi nima degan vaqtda shu o'zi buyruqni ya Qur'oni Karimning ichidagi shu prinsip nizomning o'zini 100% ijro qilinmaganligini isbotlaydigan bir narsa degan. 100% ijro qilinmagan bir ishning o'ziga biz bir ish harakatning o'zini biz o'zimizga din qilib olishning o'zi bu endi nihoyat haddi hisobsiz bir xatolik degan gap. Shuning uchun Qur'on nima deydi degan vaqtda payg'ambar shu Qur'oni Karimga ergashish orqali, Qur'oni Karimda qil deganini qilish orqali, qilma deganini qilmaslik orqali u nihoyat go'zal axloqli bo'lgan, nurg'un ishlarning o'zini g'albilik oxirlashtirgan, nurg'un muvaffaqiyatlarni qozongan misolda, nurg'un nijotliklarga yetgan misol. Ya'ni mana shu aytgan vaqtda Qur'oni Karim va'da qilgan narsalarning nurg'unlariga yetgan. O nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimga to'g'ri eslganligi uchun. Endi bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karimni yana bir tarafdan aytgan vaqtda o'zining shu sharoiti, shu jamoatning ichida bo'layotgan ish harakat va ichki tashqi dushmanniki misol ahvol qarab turib, u Qur'onning o'zini shu yerda shu holatda ijro qilgan. Endi bizga degan vaqtda biz shu payg'ambar ijro qilgan shakl bo'yicha ijro qilishimiz kerakmi degan vaqtda aslo unday ijro qila olmaymiz. Ijro qilish aslo mumkin emas, ham ijro qilish xato. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar bo'lgan har bir payg'ambarning o'zi ilohiy kitoblarni o'ziniki zamon va makonda o'ziniki amaliy ahvoli, ya'ni shu jamiyatniki amaliy ahvoliga qarta, ichki tashqi ahvol qarta uni ijro qilgan bo'lsa,
bizmi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni hozirgi vaqtda ijro qilishni qanday qilishimiz kerak degan vaqtda biz agar ashuni tatbiqlashga to'g'ri kelsa, bizmi aynan ashunga o'xshash, ya'ni qanday ijro qilishimiz kerak. Yana shu ishniki, ya'ni ishki tashqi ahvol qarta aniq qanday o'zi shuni muvofiq holatda ijro qilish nihoyatda muhim ekanligining o'zini ko'rsatib degan gap. Asla o payg'ambarni doğurdum deb o'tirib, bu yerda biz uning xalqi zamoni o'tib ketgan. Masalan, payg'ambar alayhisalom shu zamonda Makkaliklar bilan va atrofidagi nurg'un qabilalar bilan siyosatda nurg'unlagan o'z siyosat ep bo'lgan ishlari bor. Ammo payg'ambar alayhisalomning siyosat qilgan siyosati shu zamondagi ahvolga loyiq holatda ep menilgan. Ammo biz ash siyosatni aynan ko'chirib akilib, hozirgi vaqtdagi jamiyatga moslashtirib, hozirgi jamiyat shu siyosatni yapmamız degan vaqtda, hozirgi jamiyatda o siyosat bilan bir sho'rini boshqa qilinmaydi. Misol, o zamondagi ilmlar bilan hozirgi vaqtda bir sho'dijan qilinmaydi. Anaqa vaqtida. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda Qur'on bütün 25 payg'ambarni zikr qilish bilan birga her bir payg'ambar o'z zamonasidagi ahvolga to'g'ri muomala qilganligi, nurg'un sahada, nurg'un o'zi 80-90% ashunday o'z to'g'ri muomala qilganligi va masalani to'g'ri hal qilganligining o'zini bizga bayon qildi. Bu bayon qilishi nimani ko'rsatdi degan vaqtda bizmi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga zamonimizdagi masalalarni to'g'ri sola olgan vaqtda masalalarni to'g'ri hal qila olganligimizni ko'rsatdi. Ya'ni o payg'ambar alayhisalomning zamonasida bir o'zi qo'yib qo'ygan bir andizning o'zini biz hozirgi vaqtda akilib, o zamondagi chaponlik andizni akilib, hozirgi vaqtda mashu andiz bilan biz kostyum burolka tikimiz desak, o kostyum burolka bo'lmaydi o narsa. O boshqa bir narsa chiqadi o yerda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi prinsip aslo o'zgarmaydi hech bir zaman. Ammo uni ijro qilish, uningga tatbiqlangan masalalar davomli o'zgarib turadi. Ya'ni bir zamonda yashayotgan bo'lsakmi, ya'ni hozirgi zamonda masalan 2025 da yashayapmiz. 2025-yilning o'zida ham Londondagi vaziyat bilan masalan Afrikadagi yoki Somalidagi bir vaziyat ikkisi bir-biriga o'xshamaydi. Shu vaqtda masalani hal qilgan vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda Londondagi masalani Qur'oni Karim shu prinsipga asosan Londondagi sharoit qarta hal qilish lozim. Somalidagi masalani degan vaqt Somalidagi masalaning o'zini Qur'ondagi shu prinsipga asosan Somalidagi sharoit qarta hal qilish lozim. Shu vaqtda o masala to'g'ri hal qilingan bo'ldi. Ya'ni shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hozir her bir qilingan ish shu zamoniga mansub bo'ldi. Ya'ni Qur'onning nemisi arabning degan vaqtda bay degan o'xshash so'zi, yezig'i va payg'ambar alayhisalom sahobalarning shu zamon qilgan ish harakatlarining hammasi shu arabning shu zamon qilgan ish harakatiga mansub bo'ldi. Va o payg'ambar alayhisalom qo'llangan shu prinsiplar bütün insoniyatga o'rtaq bir narsa bu hisoblandi. Ya'ni insoniyatga o'rtaq bo'lgan narsa nima degan vaqtda prinsip. Herkes onundaki ish harakat o insoniyatga o'rtaq bo'lmaydi. Bunun oxiridagi savolning o'zi Uyg'urlar Qur'ondan qanday qilganda unumli foydalana oladi degan savol keldi. Bu savolning o'zimi shu boy deganga o'xshash Qur'onning o'zini biz 1400 yil burungi bir tushunchaga xoslashtirib, 1400 yil burungi ijroatga xoslashtirib, ijroat to'g'ri deb o'tirib ijro qilgan vaqtida yoki masalani ashunga tatbiqlash orqali hal qilamiz degan vaqtida u aslo masala hal qilolmaydi. Boy deganga o'xshash bir shodining masalasini hal qilolmaydi. Agar biz o Qur'oni Karimdagi o prinsiplarning o'zini hozirgi zamondagi turayotgan makonimiz, turayotgan jamiyatimizdagi masalani shu o'zi nimaga Qur'oni Karimdagi shu prinsipni septirib hal qilgan vaqtimiz degan vaqtda u vaqtda masalani to'g'ri hal qila olamiz. U vaqtda Qur'oni Karimdan qanday qilamiz degan vaqtda to'g'ri foydalana olamiz. Yana bizda nurg'ulgan ishlar bor, misol payg'ambar alayhisalom o'z zamonasida musulmonlar bilan shunday o'zi yaxshi o'tgan va atrofidagi qabilalarda nurg'ulgan o'zi qabilalar bilan ittifoq kelishimi tuzish orqali
ulardan nurgulgan siyasetni to'g'ri o'ynaganligi uchun foydalana olgan misolda. Hozircha degan vaqtda Qur'onni o'zini shu siyosat sohasida nurgulgan o'z xato bundaq tushuncha bo'lganligi uchun faqat o'z qavm qarindoshlarimiz yoki dinga ishonadigan insonlardan foydalanish lozim, shular bilan ish birlik qilish lozim degandek bundaq xato bir qo'llanish bo'lganligi uchun bizniki Qur'oni Karimdagi shu siyosat sohasidagi prinsiplardan o'zi to'g'ri, unumli o'zi foydalanmay kelyotishidagi sababi bu. Eğer aşının özünü biz qandaq vaqtda to'g'ri foydalanamiz degan vaqtda uniki dini hech qanday bizga aloqasi yo'q, e'tiqodi hech qanday bizga aloqasi yo'q. Uniki o'zi insonligidan, ya'ni qanday foydalanamiz degan nuqtaga Qur'oni Karim ko'rsatgan bo'yicha biz amal qilgan vaqtda deganda Uyg'urlar o vaqtda o Qur'oni Karimdan nihoyat unumli, masalan, foydalana oladi. Allah razı olsun. Hem de şu Kur'an'ınki hem de tili, Arapça, ama onun içindeki uçur, onun içindeki prensipler bizge münasebetlik kısmı şu hem de dedik. Ama hazır bizde Kur'an'ı şu vaktiki Araplar nicatlığa eriştiğen nerse şu Kur'an, Peygamber'inki nimelerde hadislerge agiş veriş gibi bir yak tutulsun. Aşı Kur'an'ın yazılı veriş. Aşıdan ki veriş değil mi? Üşenmesin mi? Moşu en çok ibadet katar ütep kıldalı değil mi? Hazır size davet kandak. Aslında onun içindeki mezmun, onun içindeki prensiplerden biz önümlü paydalanışını bilişimiz gerektiğini dediler. Allah razı olsun. Hem de kandak kılganda mesela Kur'an'ın tercüme ve tefsirlerine kandak muamele kılınış lazım. Hazır hem de kaldığımızda mesela Muhammed Salih Damallam'ın burunmam da Uygurlar şu 9. 10. əsrdə Qur'anı tərcümə çıxıb diken. Bugün bazı materiallarını izlep tapdım. Hatta şu vaxtki satır arası Qur'an. Tuncu Türkçe, yani Uygur Türkçesi de, Karakallah Türkçesi de tercüme kılınıb diken Qur'an. Onundan keyin şu hemimiz bilimiz hem de Muhammed Salih Damallam tercüme kıldı. Aşı çağlarda hem de Qur'an tercüme kılınsa bombaydı da Kur'an'a karşı bir nas şekilden kaptı ki cemiyet için. Şunun tercümesini oturup çıkırış için ma nurgulagan mollamlarının nemelerini elip imzalarını için. Ola vay müşü tercüme kısı buludu degen dinkin halkka kabul kıldırılıp degende. Şuna boğan takdirde mi yine halkның arasında mı Kur'an'ın tercüme kılısı bolmaydı bu bek ulu kitapta deydigan onun tercümesi arkalık Kur'an'ı düşünüşke tirişinin üzerine Kur'an'ın Allah'ın demekçi olan yetküzgen nimesinin kayıp gitiş apırdı da bunda hata düşünceli var. Bunun kanda karayımız. Onun o şu aşı adamlık nazarda toğra endi. Nima uchun degan vaqtida ularniki tutayotgan dini ayrım bir din, Qur'onni o Qur'onning o'ziga qaytgan vaqtida u dindan qayib ketganligi aniq endi. Shaxsan men qayib ketdim misol. Ashu an'anaviy dindan qayib ketdim misolda. Qur'onning o'zini ashu yaxshi tarjim qilishni bilgan odam u an'anaviy dindan qayib ketdi endi. Ular ashu an'anaviy dindan qayib ketmaslik uchun ko'rsatayotgan bir tirishchanlik mana bu vaqtida. Mening farzimda. Bo'lmasa bu Qur'onni bir Arabcha kitob bo'lsin, bir o'zi deydi. Bizga o Payg'ambar alayhisalom unda haqoratlarni qilmadik. Ular o qadar haqorat qildiki, xat yozishni bilmaydigan, shundoq bir o'zi savodsiz qarqo'saq bir odam deb hisoblaydi. Ama shu hech nima bilmaydigan, hatto xat yozishni bilmaydigan bir odamning o'zi tushungan bir Qur'onning o'zini boshqa insonlar tushunolmaydi misol. O Peygamber Aleyhisselam onu faqat hamma yeri oliy maktab bitirib kelgan ziyolilik o'qib kelgan emas, uni malchiliga, o'sha tijoratchilik o'qib kelgan kitob bu. Shu malchilar hammasi shuning o'zini dehqonlar hammasi tushungan shu vaqtda.
Demek ki nima degan vaqtda Qur'onning o'zini insonlar tushungili bo'lgan bir kitob ekanligini o'sha yerda ko'rib oldi degan gap. Ya'ni uning ustiga Qur'onda e, men uni o'qiganlik uchun nima qilyapman? O'sha ashir mualliq deymiz, sabiy mualliq deymiz. Shu nimilda shu kitoblardagi lug'atlarda ajoyib ham ig'ir lug'atlar bor-da, shu kitoblarda. Lekin bu Qur'onda cho degan vaqtda Qur'onda hamma odam bilaoladigan holatda bir bo'lganligi uchun buni nim bor desa xalq tilidan deganda xalq tiliga o'xshash misol. Ko'chada hamma odam tushuna oladigan shunday holatdaki shunday mashhur shunday tillar bilan qurashtirilgan bir kitob misolda. Zag'ri til yani. Zag'ir til mana aytgan vaqtida. Masalan, men Ziyolilning ichida nurg'unlig'an o'zim shu so'zlagan vaqtida men tushunmayman. Ba'zan nurg'un gaplarni qildi, shu u nimani bildirdi, shu narsani men bilmay qolaman-da. Ammo Qur'onda unday narsa yo'q. Qur'onda shu deyilgan narsa zaten aynalloh arabchani bilgan odam, yaxshi bir grammatika narsalarini bilgan odam bo'lsa, u Qur'onning o'zini tushunib keta oladi. Yeni birisiga yiliqi ba'zi narsalarni men shunda o'ylab qoldim, meni kallam kelgan xiyol shuda hozircha mana chiqib degan qilsin. Mesela Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı yetkizdi tamam. Yetkizgen takdirdim ha. Kur'an'daki barlık ayetlerini %100% onu düşünüşümü çok. Çokum Allah'ım ile devat edepçi. Anda kılışımı hacetsiz de. Aynen öyle. Elbette. Misal Qur'onda bor bir qism oyatlar-chi. Yas'alunaka anil ahillar deydi-da. Ay to'g'riliq, ya'ni yangi chiqqan ay to'g'riliqni so'raydi. Shu vaqtda qul hiya mawaqitu lin-nas vel haj deydi. Ular sen u ay bilan insonlar hajni vaqtini bekitdi va o'ziga boshqa bir vaqtlarni 5-oyning 10-kuni faloniyaga borma yoki bo'lmaydi 6-oyning faloniyaga borma deb mana o'ziga vaqt belgilaydigan bunda bir narsa deb javob ber deydi. Bu to'liq zot qiyomat qoyim bo'lishlik shunday mukammal bir javobmi degan vaqtda unday emas u. Sababi nima degan vaqtda u vaqtda insonlar oydan oshinchilik foydalana oladi. Birinchi oy kirdi, ikkinchi oy kirdi, birinchi oy 10 oldu, ikkinchi oy 15 oldu degandek ashanadan birinchi oyning 10'ida faloniyaga boramiz, pustoniyaga masalan 11-oydan boshlab birinchi oygacha araliq 2 oy misol haj vaqtida bekitib olgan shu so'z tijorat qilish uchun shu vaqtda masalan shu nima ko'rib, Makka ko'rib biz tijorat qilamiz degan shunday vaqtni belgilashdan boshqa hech qanday oy shariq chiqib u yer oltin bormi, kumush bormi, bundan foydalanadigan bir nimasi yo'q edi o vaqtda. Yo'q bo'lganligi uchun uningga shu vaqtdagi insonlar foydalanolgidek, ya'ni shu vaqtdagi insonlar qabul qilaolgidek bir seviyadagi narsalar javob berishlik Qur'on. To'g'ri. Agar uningga endi hozirgi vaqtda oyda andaq narsa bor, mandaq boylik bor, uning o'zi moshundaq bir narsa yasasak, aşağıya chiqsak, oltinni ko'lab tutsak, andaq beyib ketimiz desa, Peygamber Aleyhisselam Qur'onning o'zini o'qib berayotgan vaqtni o'zi sarang deyotgan odamlar u gapni qismini deydi shu vaqtda. To'g'ri. Payg'ambar ketib qolibdi bu demamdi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, Peygamber Aleyhisselamning nurg'unligan Qur'oni Karimdagi oyatlarga bo'lgan tushunchisinin o'zi tushuntirishi insonlarga shu zamondagi insonlardagi amal ahvoli qarta shu sharoitni shu insonlar ko'tara oladigan narsa ko'tara oladigan nimalar seviya bilan tushuntirgan misol. Masalan, hayvonlar to'g'riliq bir oyat bor-da. Shu oyatning ichida vel khayla vel biqala vel hamira literkabuha ve zina deydi. Aş hayvanni bir tarafdan zehri qilib kelib, qo'y naslning o'zini zehri qilib kelib, uni kelqi terisini foydalanishlar, jo'ndan foydalanishlar, andaq deb uni foydasini so'zlab kelib, ot eshak qachak kelgancha uni minib foydalanishlar deydi. Misolda. Hamda agar hozirgi sharoitda o'sish desa, hozirgi Yevropaning sharoitida hamda mindigan qarta ot eshakni hech kim zehri qilmaydi hozirgi vaqtda. Mashina va hozirgi vaqtda. Peygamber Aleyhisselam şu vaqtda o ot eshakni qo'yinglar, u narsaga osti bilmaydigan narsalar u
Muşundaq maşına tötçaq va, mındaq mаңдыған нәрсілі va, ақ көк деген болса, қәнімді айтып вақыда. Demek bu yerdeki нәрсе nima degan vaqtda u ilqi nima ilqi prinsip o'zgarmaydi. Prinsip nima degan vaqtda foydalanish. Shu yerda foydalanishning o'zini belgilagan. Prinsip o'zgarmagan. Hech qanday bir vaqt mashina olsaqmi, mashinadan maqsad nima desa, foydalanish. Eshakni, qachirni, otni beqishimiz sababmi undan foydalanish bo'lgan gap. Qo'y beqishimiz, kal beqishimiz hamma narsa foydalanish uchun qilgan gap. Bu yerda hamma narsaga nima desa, bir tan o'zi narsani o'tirib qo'yiqliq, foydalanish degan narsani o'zi. Prinsip bu. Hatta Kur'an'ın üzümü şu paylanış için. Onun uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida ilqi u zamonda bir narsa zikr qilingan bo'lsa, uning o'zini qiyomat qoyim bo'lsa kuchga ega qilma deb, uning boshqa bir ma'no berish hech qanday hojat yo'q. Misol, men bir qism tarjimalda, bir qism aloqalarimizning tarjim qilgan yoki bir qism arablarning qilgan tarjimasimi ko'rgan yerlarim bo'lgan. Bek zamonaviy tarjim qilgan kishi bo'lib, vel adiyat zebhen fel muriyat qadhan degan oyatning o'zini hozirgi zamondagi tanki zambirak misol, raketa, aeroplan qo'sh narsa bilan qasam deb bunday tarjim qilish kerak degan to'g'riliqchi. U hech bir hojati yo'q narsa. Masalan, shu vaqt ot o'zi dushmanniki ichiga chep kirib yotgan shu vaqtdagi chavandozlar qilichni ko'tarib shu dushmaniga qarta etlib kirib ketayotgan bir jarayonni tasvirlagan bir oyat misolda. Hem onun özünü şu zaman xas bir vaqalikni nima qildi? Dushmanga qanday taqobil turish bir prinsipini o'tirib qo'ydi. Hem hozir qo'shlatchi degan vaqtda, hozirmi sen o'z ot minib, shu qilichni ko'tarib yuraver degan gap emas. Shu zamonda shunday qilish kerak edi. Hem hozirgi zamonda o ot eshakning o'zini qo'yib, dushmanga taqobil turish degan prinsip o'zgarmagandan keyin qanday narsalar taqobil turamiz o vaqtda? Hozirgi zamanda dushmanga qarshi narsalar taqobil qilsak unumli bo'ladi. Buning o'zini o'tirib qo'ydigan gap misol. U vaqtda oyatniki prinsipi hech bir zaman oxir qolmaydi. Tamam. Rahmet. Prinsipi hech bir zaman oxir qolmaydi. U qilingan ishlar shu zamonda qilib qolaverdi. Misol, bundan 50 yil, 70 yil burungi ishlarni misol olsak, misol bizniki Sharq Turkiston inqilobi G'o'zida bo'lgan shu nimaniki o 33-yildagi inqiloblar hammasida ilqi tumshug'idan o'qni qochilaydigan miltiqni ishlatgan shu vaqtda. Hammasi avtomat, beshatani ishlatgan yeri yo'q. Hem şu zaman mesela o'qya atgandan av mingaza yaxshi. Endi hozirgi vaqtda beshata yoki shu zamondagi tasdiq pilmotl deymiz, kinolda ko'ratdik misolda. Aşnasını oturgan nıqıp aşnama uruş qılamdı. Bo'lmaydi. Hozirgi zaman boshqa. Bu yerlik narsa nima desa, dushmanga taqobil turish degan prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi. Mayli odamlar tosh davri bo'lsin, mayli o'zi keyingi o'tir zaman bo'lsin, hozirgi taraqqiyot zaman bo'lsin, buningdan keyingi qanchalik taraqqiyot zaman bo'lishini qat'iy nazar prinsip asla o'zgarmaydi. Ammo u yerdagi işletildiğin narsa, qilindiğin iş, o davamlıq şu zaman ve şu makana xas oldu. Onun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda Peygamberden ögündiğin narsa prinsip amal qilish. Bunu nima qilish lazım? Peygamber şu prinsip bo'yicha ish qilishda nihoyatda ching turgan odam. Mana shu bo'yicha Qur'oni Karimdagi shu prinsipga amal qilish, shu prinsip bo'yicha ish qilishni o'zimizga nizom qilsak, bu nihoyat to'g'ri bo'ldi. Ama peygamber şu işini qilganki deb, şu ishni mushunda qilganki, mesela to'yga minib berib qilganki, otga eshak minib berib qilganki deb, biz ot minib olsak, eshak minib olsak, hozirgi vaqtda hech qanday ishni qilolmaymiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'ondan unumli foydalanishniki yo'li, Qur'onniki prinsipini yaxshi bilish kerak. Siyosatda misol nurg'ulg'an shu biz prinsip to'g'riliqni to'xtalamiz, maxsus prinsip to'g'riliqni to'xtalamiz degan bir gapni qilgan to'g'riliq to'xtalmadik. Ammo siyosat to'g'riliqmi misolda ichki tashqi siyosat to'g'riliq nurg'un qatim dedik. Ichki siyosatda adolat, tashqi siyosatda manfaat. Qur'oni Karim buni o'tirib qo'ydi misol.
Bu peygamberin zamanısı mı? Şundaqtı mesela Nuh Aleyhisselam zamanı olsun, İbrahim Aleyhisselam zamanı olsun, qandaq bir zaman bolsun, şu zamanda mı şundaq olgan, hazırkı bütün devletindeki siyaset hem şu. Taşqi siyasette menfaat, içki siyaset adalet. Adalet bolmagan devletin hemmesi de zulüm. O millet onun qaqşaydigan gep. Misal. Talep kılındıgan näse bu? Yani taşqi siyasette menfaat talep kılındı, içki siyaset adalet talep kılındı. Bu hiçbir zaman özgermeydi. Peygamber Aleyhisselam'ın kurgan devletin muşu prensip üstü kurulgan devlet ve ondan keyin mi her qandaq bir tinchlik üstüge kurulgan devlet olsa, mana muşu näsinin üstü kurulgan. Mesela Avrupa'nın devletinin hemmisi asasen o'zi oniki bir qism qonunlarni hisob qilmagan vaqtda adalet üstü kurulgan devletler. Misalda insonlik üstü kurulgan. Yani unda bo'lgandan keyin bu yerda islomga zid kelmaydi degan gap. Yani demakchi bo'lgan narsa nima degan vaqtda, masalaning o'zi kelgan vaqtda biz davomli Qur'oni Karimning prinsipini ching turishimiz lozim. U qilgan odamlarning ishiga eslamasligimiz lozim. Bu o'ldi, o lepingli o vaqtda o'lib ketdi. Uningga eslash hech qanday hojat yo'q. Şu ya muşu to'g'riliq emdeliki biz qandaq qilgan, qaysi usulda qilgan, qandaq qilgan deb shu nimasiga eslab oldik emas, ama nima uchun qilgan degan savolning javobini topa olsak, undan keyin biz uni shu aşağıda qilgan ishni hozirgi nimamizga akilib, uni andan keyin hozirgi tatbiqlab qo'lini olaydi ekanmiz-da. To'g'ri. Bo'lmasa, qandaq bilan qilib qilib, nima uchun degan bu muddao, bu hikmat, bu prinsip, bu farqqa aylanib ketadi ekanda. To'g'ri. Endi mushu dunyodagi davlatlarni mandaq benim qilsaqmi, bir bayqasak mushularni qilgan ishlardan, misol Yevropaning ichida 20 dan ortiq davlatlar hammasi mush Yevropa ittifoqining nurg'un shunday nima demokratik davlat deb qaraymiz. Ashniki hammasiga misol bizniki odamniki nurg'unlari hammasi o'xshash bir tuzumning ichidagi davlatlar degandek mandaq qaraydi. Lekin uni tegitekni biz surishtirib kelgan vaqtda ashning ichida yana o'xshamaydigan mandaq holatlar bor. Ba'zanlari masalan maqaqning o'zi liberal demokratik tuzumdagi davlatga ma'vu Angliya. Ba'zanlari sotsial demokratik davlat. Mesela Kanada'ya o'xshash nima, Norvegiyaga o'xshash davlatlar sotsial demokratik davlatlar hisoblanadi mesela. Xuddi shunga o'xshash nurg'unlar ichidagi qurashtirilgan narsa o'xshamaydi. Ammo tuzumlar nurg'unlar tuzumlar yozilgan, tarixda yozilgandan keyin aqlli insonlar bo'lg'ashqa bu haqning o'zi ash tuzumlardan o'ziga foydali bo'lgan taraflarning hammasini uzib elib bu yerda bütün bir tuzumning hammasini bir davlatga tuzum qilib olmasdan shu ananın yerimini, manın yerimini yoki aniki bir anadan bir satri, manından bir satri deydi, ashundaq qilib yurib mukammal bir tuzum holatiga kelganda shuni bilan o'zi bu davlatning o'zi undaq taraqqiy qilish bosqichiga kirgan. Xuddi shunga o'xshash bizmichu degan vaqtda Qur'oni Karimniki bu prinsiplar nihoyat mukammal, bak ilg'or prinsiplar mana shu vaqtda shu prinsipni biz qabul qila olgan vaqtda bilalgan vaqtda birinchi qabul qilish ayrı qilib qolsin, birinchi bilayni shuni o'zini hozir diniy olimlarni Qur'oni Karimning ichidagi o'g'irib qo'ygan prinsip nima degan vaqtning o'zida bir og'iz gap deb berolmaydi. Tajovuzchiga bosqinchi qo'ygan Qur'ondagi prinsip nima desa deb berolmaydi. Misol, siyosatga, ichki siyosat qo'ygan prinsip nima, Qur'onning prinsipi nima desa deb berolmaydi. Iqtisod qo'ygan prinsip nima desa deb berolmaydi. Chunki shu prinsipni bilmagandan keyin u prinsipga asoslanib turib, masala hal qilishni asla bilolmaydi degan gap. O'sha uchun u masalani hal qilishniki birinchi beshi nada degan vaqtda beshi prinsipni bilish lozim. Qur'oni Karimning ichidagi har narsa qo'yilgan prinsipni bilish lozim. Uningdagi masalani prinsipga tatbiqlash usulini bilish lozim. Shu vaqtda u ikki narsani bilgandan keyin, misolda, u netinch o'zil chiqadi. O'sha yerda. Prinsip shundaqla o'zi nimaning o'zini bu atgan masalani shundaq saqandan keyin
u masalaga berilgan javob menemen deb chiqadi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'qib qo'yish emas, arabcha bilib qo'yish emas, bu yerdagi eng muhim narsalar prinsipni Qur'oni Karimdagi payg'ambar bilgan prinsipni bizning bilishimiz lozim va jamiyatga har qanday masalani o'zimizdagi masaladan tortib jamiyatimizdagi masalalarning hammasini prinsipga sola oladigan va uni to'g'ri bir hukm bilan ta'minlay oladigan mundaq bir holat olimlarda shakllanishi lozim. Shu vaqtda biz Qur'oni Karimda qanday qilamiz degan vaqtda nihoyat yaxshi foydalana olamiz. Olimlarniki tekrar deydiganimiz shu. Qur'oni Karimning ichidagi iymon, e'tiqoddan tortib, ibodatdan tortib, toki ijtimoiy masalalardan tortib hammasi qo'ygan prinsipni o'rganish lozim. O'rgangan vaqtda uni bilib bo'lgandan keyin, undan prinsiplarga masala tatbiqlashni o'rganish lozim. Zaten u uchiq turdi Qur'onda. Qur'oni Karimning ichidagi payg'ambarlarning voqealigi va payg'ambarlarga qarshi turgan dushmanlarniki voqealigining hammasi shu prinsiplarga selingan voqealik hisoblandi. Shu prinsip selinganligi uchun uni qarshi ya to'g'ri ya xato, u jahannamga bordi ya jannatga bordi deb hukm chiqarildi oxirsida. Bo'lmasa u yerda u boshqa bir narsa yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biz birinchi nuqta nima degan vaqtda Qur'onniki prinsipini, ya'ni nurg'un odamlar bor, e'tiqod sohasida bir qism prinsiplarni tushunuklik, ammo u ahkam sohasida hech qanday prinsipni bilmaydi misolda. Allohning bor birligi deymiz, va kazalqi an qism mushrik bo'lib ketdi, man qism mo'min bo'lib ketdi degandek, an qism musulmon bo'ladi degandek bundaq narsalarning o'zini bildigancha odamlar bor. Ammo jamiyatga ijtimoiy jamiyat bo'layotgan ishlar to'g'riliq bo'lgan prinsiplarning o'zini o'tirib qo'ymoqlik. Nurg'un odamni qo'ymoq, nurg'un olimlar. Shuning uchun buning o'zini bilishni ayt muhim. Bütün payg'ambarlarning tutgan yo'li shu. Prinsipni bilishlik, prinsipga mas'ul o'zining oldida bo'layotgan mas'ulni shuni prinsipga selish orqali bu majlik to'g'ri, majlik xato deb prinsipga bir jing, bir tarozi misolda. Shu yerda o'zi mancha gram keldi deb lekin uni hisobotni bergan gap. Bundaq o'zi muhim narsa. Shuni Qur'onni o'qib qo'yish, Qur'onni tarjima qilib qo'yish, u muhim. Ammo uning ichidagi mag'izni bilolmagandan keyin, andaki uningki hozir nima deydi desa, u payg'ambar alayhissalomniki hadisini deydi. Payg'ambar alayhissalomning hadisi emas u. 250 yil keyin yozilgan narsa qanday payg'ambarning hadisi bo'ldi. Shu hadis bo'lmasa u hukm chiqara olmaydi deydi. Nimishqa? Chunki bilmaydi. Prinsipni bilmaydi, prinsipni masalani tatbiqlashni bilmaydi, tatbiqlash orqali hukm chiqarishni bilmaydi. Unda bo'lgandan keyin u yerda masala hal bo'lmaydi degan gap. Masalani hal qilinmagandan keyin, hal qilish yo'lini bilmagandan keyin hal qilib qo'ygan naq o'z nonga yuguraydi. Chaynab qo'ygan nonga yuguraydi, ashga ko'rib shu nonni og'ziga sepib, ashnaga yurgan gap. Palani olim andaq debdi, pustan olim mandaq deb. O'zi hech qanday qo'saqda hech qanday narsa yo'q. Shuning uchun olimlarniki bek diqqat qilgan narsasi bir narsani o'qish muhim. O'qigandan keyin uniki markaziy ideyasi degan bir narsa bo'ldi, uniki maqsad degan narsa bo'ldi. Misolda, bu narsalarning hammasining o'zini yaxshi tushunish bu nihoyat muhim. Masalan, biz adabiyot o'qigan vaqtda davr oldi ko'rinishi, davr oxir ko'rinishi, yozishning maqsadi, shu mavzuniki nemasi mazmuni degandek shunday 4 xil narsalar ustida, masalan, bir mavzuning o'zini aniq qilsa, 4 xil usulda uning bir nima yozatdik misol. Buniki maqsadi qandaq, buniki ma'nimiz mandaq deb bir narsa yozatdik. Xuddi shunga o'xshash bu Qur'oni Karimda misol dalolatun nas, iqtizoun nas misolda iboratun nas, ishoratun nas degan narsalar bo'ldi. Shuning o'zida Qur'oni Karimni o'qiymiz, bu Qur'oni Karim masalan iboratun nas bo'lgan bo'lsa, u vaqtda iboratun nasning iboratdan biz nemini shu yerda foydalana olamiz. Misolda iqtizoun nas degan vaqtda iqtizoun nasning iboratning o'zidan bundan keyin nemani taqozo qilmoqchi u. Buning o'zini tushunish lozim bu yerda. Misol. Davr oldi ko'rinish, davr oxir ko'rinish degandan keyin davr oldi ko'rinishda u oyatniki oldidagi narsalarni nimalarni bizga so'zlab beryapti. U yerdagi naq maydonda nimani ifodalamoqchi? Iborat nas, iqtizoun nas bundan keyingi davr oxir ko'rinish degan bundan keyingi davrlarga nimani ishorat beryapti?
Bu narsalar nihoyat muhim narsalar. Adabiyot o'qigan odamlar bunday narsalarga diqqat qiladi misol. Shuning uchun bu sohada Qur'oni Karim nihoyat mukammal bir kitob. Biz uni qanchalik tushundik bilmaymiz ham. Nihoyat oz qismini tushungan bo'lishimiz mumkin. Ammo tushunishga izlanish lozim. Shu vaqtda bu Qur'onning ichidagi bu mazmunlarning o'zini hal qila oladi yana. Bu mazmunni hal qilgandan keyin jamiyatdagi masalalarni hal qila oladi. U vaqtda o'zining olimligini nima qila oladi degan gap. Olimlik vazifasining o'zini ado qila oladi yani. Sınavda şunda yakınga kilishlariga nechu? Men hazır xayolimga keldi-da, burnimni o'ylaydim. Sizinki shu hukumatning maktabida o'qib sog'anliklarining foydasi tegdimikin deb o'yladim shu. Chunki siz maktab bunda desam boshqa o'ylamasin. Chunki bizning o chog'dagi o'qituvchilarimiz bizga bir narsa o'rgatgan bo'lsa, hech bo'lmasa adabiyot darsi orqali biz adabiyot tarixi orqali o'zimizning millatini, milliy g'ururini, shundaymi? Nurg'un narsani o'rgandik. Ondan keyin bir hikoya yoki bir she'r yoki bir daston o'qilgan bo'lsa, mushu bayat degandek buniki davr arx ko'rinishi, oldi ko'rinishi, maqsad nima? Shundaymi? Yozuvchining maqsadi nima? Bu yerdan biz oladigan dars nima demoqchi kelmishligilarga. To'g'ri. Shundaymi? Markaziy ideya nima zodi buningda? Degan mushu narsalarni titib ashunda qilib etimizda shu bir nima. Her bir şu, misalda, uniki o davr oldi ko'rinishi, davr oq ko'rinishi, yozuvchiniki hissiyoti, o mavzuniki maqsadi degan narsalarni hammasini ayrim poch-poch qilib tushunmagan vaqtida u o'quvchi bir narsa tushunmaydi. Uning uchun Qur'onning o'zida biz o'tgandagi darslarimizda misol iymon, islom, shariat degan narsani ayrim mavzu qildik-ku. Biz tarixdan bu yer o'rganib kelgan narsa nima bo'lsa, iymon, e'tiqod, shariat degan hammamiz bir tal narsa qatorida o'rganib keldik. İman nima desimi, zodi bir odam la ilaha illalloh desa bo'ladi deydi. Islom degan nima desimi, ya'ni shuni deydi, misol bir odam musulmon bo'lmoqchi bo'lsa, qanday musulmon bo'ladi desa, u odam shahodat keltirish kerak deydi. Ammo Qur'ondagisi qanday sen uni deyotsa, Qur'on uni nima deydi desa, uni javob beramaydi odatda. Shuning uchun o'zi Qur'onda mu'min deymiz, kofir deymiz, munofiq deymiz. Misolda mu'min deymiz, musulmon deymiz, shariat deymiz. Misol buning hammasi ayrim bir masala. Shuning uchun har bir nuqtaning o'zini Qur'ondagi har bir kelimani shu kelimaga munosabatli oyatlarni hammasi to'plash orqali tushungan vaqtida u yaxshi tushungan bo'ldi. Misol Tabbat surasi Qur'oni Karimda. Abu Lahabni pipan qilgan bir sura. Misolda Abu Lahabga mandaqchi jahannam kiradi deb deydigan bir surada o surniki o'zi misolda Abu Lahabga qartilgan. Uniki davr oq ko'rinishini biz misolga olgan vaqtda uni tushungan vaqt qanday tushunamiz degan vaqtda kimki Abu Lahabning ashishni shu Abu Lahab borgan jahannamga adresga boradi deb tushundigan gap edi. Qisqa qilib o'zi tushundigan vaqtda. Bizga Xudo u yerda Qur'onda Fir'avnniki, Musa alayhissalomning yangi odamning hikoyasini nima so'zlab berdi? Faqat u yerda u voqealikni biz bilib qo'yish emas, u voqealikni shu odamni ishini qilgan odam, ya'ni shu odamlar nimaga asoslanib turib shunday bir ishni qildi, biz shu asosga, shu payg'ambarlar asoslangan narsaga asoslanib turib, mush jamiyatimiz shunday bir ishni qilgan vaqtida qanday natijaga erishganmiz. Davr oq ko'rinishini mana shunday narsa uniki. Keşke Musa alayhissalom oyga berib turtdi, chiqibdiki, oyga berib Fir'avnni halok qildi. U necha ming yil burun o'tgan narsa bizga hech qanday foydasi yo'q uniki. Quruq hikoyadan boshqa hech qanday narsa yo'q. Ammo bizniki hozir oldigan foyda nima u yerda? Degan vaqtda undan biz o'zimizga dars chiqara oladigan bo'lishimiz lozim. Shunga bu yerdagi narsa nima desa, bu adabiyot o'qigan bizniki nurg'un odamlar shu dinda o'qigan odamlar ichida hali oliy maktab bitigan yoki ishimiz o'nisini bitigan odamlar hali bor. Jihlari o'qimaydigan bir maktab, diniy maktabda o'qigan bilan bir qism shu hali 10 sinfni hattoki shu nimaning o'zida nima deydi, oliy maktabning bir darajada turgan
O'rta texnikum. Texnikumlarni pütügen adamlardan mı uqalları var mısın? Aş adamlı mı? O Kur'an'da aş hikaye katarda aynı özü Musa Aleyhisselam anı kıldı, İsa Aleyhisselam anı kıldı. O Fir'ön anı kıldı, nim falanı Ebu Leheb anı kıldı dep aş hikayesini eğitip ötkediğin gepte. O hikaye eğitişi ayrı bir mesele. Hikayenin şu zamanda qartılgan terpi var. Onundan keyinki zaman qartılgan terpi var onunki. O qaratmaq taraflarının özüne insanlar onu düşünüş gerek. Onundan paydını alagan gep. Bo'lmasa ularni qilishini so'zlash orqali bizga nima foyda keldi misol? Foyda keldimi? Masalan, Payg'ambar alayhisalom sahobalarniki shu hikoyalarni o'qish orqali biz qaysi foydani oldik hozirgi vaqtda? Hech qanday foydalanmadik. Agar biz shuniki davri oldi ko'rinish, davri oxir ko'rinish, uning oldigan mag'zini joyida elib, o'zimizga ishilta olgan bo'lsak, bu vaqtda biz foydalangan bo'lardik. Foyda emas, ziyon oldik. Ziyon elib hatta Albatta. dindan Nihoyat chiqishni eg'ir olib ziyon ketdi. oldik. Haqiqatda bu dinni yashag'olmaydi ekan. Bu 1400 yil burun debla biz tushunganimiz bilan ashuna qancha suyini ichib o'zimizcha Evet. ayna qilib etsakmi, endi baribir chirishib ketsakmi, yana biz bu dinni yashamaydi ekanmiz. Albatta, Dindan albatta. chiqadigan bo'ladi. He. Elbette yaşayamaydı. Çünkü biz yaşayalayımız mı? 1400 yıl burunqı nisbet verilgen hikayenin özüme muştak yaşayatısla dese sil berip yaşayalım mı şu dinde? Misal? Asla yaşayılamaydı. Yaşayılıp bulmaydigan bir nesnenin özüne muştak yaşayımız dep zorlaqlık. Şu adamın özü şunu yaşayımız dep tebliğ kılıvatkan insanlığımızca şu deyilatkan boyunca yaşamaklık, özüm yaşayamaklık adette. Peygamber Aleyhisselam şaplakta iPhone'unu tutup yügenme, kompüterini tutup yügenme, maşını yügenme desem şu an işi soğuk çalışıyordu. Peygamber Aleyhisselam yaşayan zamanla hiçbirisiniz yaşamaklık. Yaşayamaydıgan bir nesne insanlar yaşaysa dep tebliğ kılışın özü bu kandak bir mantık misal. Bu akıl degenden eser yok insanda degen gap bu. Allah razı olsun. Hozir hamda tamam Kur'an'ın tercüme tefsirleri qanday muomala qilish lozim deganda asosan uni deb bo'ldilar. Ya aşını Kan- bir kılaylı. Biri Yani kam işte qolgan bo'lsa, Kur'an'daki tercümesi doğruluk men şu sizler bilen elki Fitrat TV'nin vaqtim biraz to'xtalgan. Kur'an'ın tercümesini hem de bizniki alimlerimiz tercüm kılıvatıdı. Tercüm bir 5-6 tercüm kılıngan boldu deyli. Hem de bu yerde tercüm kılgan vaqtda elki onunki mazmuniga sodiq bo'lgan holatda tercüm qilish oz songa egalleydi bu tercümanın ichida. Mayli Mehmet Salih Damollaning olsun, mayli Mehmet Yusufning olsun, mayli Anas Hajimning olsun, olqi maqsadga uyg'un holat tercüm qilinganini nihoyat oz songa egalleydi. Sababi nima degan vaqtda hammasi bir mazhabni asos qilgan, mazhabdagi insonlar undan ustiga e'tiqod qilgan bir insonlar, ya'ni dinga e'tiqod qilgan bir insonlar bo'lganligi uchun bir kitapqa e'tiqod qilib bo'lib, uningdan keyin uning o'zini tarjim qilgan vaqtida u odam uni xato tarjim qildi. Chunki uning ichidagi narsaning hammasining o'zini kalisidan o'tmasin, mushu bo'yicha tushunma depliki uni hammasini ashtaq tushunib olgandan keyin bir mazhab sektor tushunib olgandan keyin u Qur'onning ichidagi narsani unda qilqi insonlar foydalanarliqdek yoki olmaydi, bu holatda tarjim qilinmaydi. Ben hemmisindekini asasen noktalık yerine bırakıp okup çıktım. O şu nemindeki Yusuf Aleyhisselam'daki vakaligidi mi? Meniki Rabbim hemen bildi andak mandak. Rabbim bana andak min yaxşıya uğurlaştırdı dep aşındak tercim kılıqlık. Tercümünün hemmisi asasen şu bir xil şekil tercim kılıptı aşının özüne. Rabbim degenin öz neme degen vaqtida Allah'ım demek cemdi. Allah Teala meni naat yaxşıya uğurlaştırdı. Allah Teala meni anı kıldı. Allah Teala menin hemme qilgan işimni biletdi. Tamam. Allah Teala hemen bildiganligini hemmeden biladi o. Allah Teala bir adamni uğurlaştırmoqchi bo'lsa, shundaq yaxshiga uğurlaştıra olganligini hemmeden biladi. U yerdagi Rabbini nima degan vaqtida mening ma xo'jayinim degan gap. Meni setib olgan odam meni yaxshiga uğurlaştırdi. Meni qilgan ishimni hammasini o'sha odam yaxshi biletdi. Diyen nesinin özünü mü ayette bütünley aşında halkı neminin özünü özgertip etken.
Beşidin başlardı bunun özünü. Bir atal misal deymiz bunun özüne. Misal de. Kur'an eğer bir başta tercih kılıp gördüğün bolsak, nurgulluğun aşındak ahlet tercümeli var. Tamam, bularındaki kan tercümesi Allah razı olsun deydi. Ama bunun özüne tercüm kılan vaxtıda o ılkı özünün şəxsi köz qaraş, nəskerəklərini bütünlüğe qarıp evetip bir yege. Bu bir Arapça bir kitap. Bu Arapça bir kitap, bunun mezmunu zaten nemi demekçi bu kitabın özü? Bu ayetler nemini maksat kılmakçı diyen şekilde tercüm kılan vaxtıda Kur'an'daki ayetlerindeki maksatlarını tunuştuğul oldu. Eğer onu bu ayet mandak depti, bunun özü mezhepti mandak deydi. Devaltır bu ayetteki beşini iyi gelip bu mezhepke. Misalda, onda kavaklık ne oldu diye vaxtıda bu mezhepne kiti oldu. Kur'an'da zaten bunu Mehmet Salih İdamoğlu'nun cık bu neyse tercüme kılıp ahırısında özü her bir ayetke bir talını özü tırnak geçip, tırnakka özü bir nesini kıstırıp koydu. Kıstırıp koygan nesini ne oldu diye vaxtıda asasen şu mezhep teve nesini kıstırıp koydu. Şunun için bu yerdeki nesini ne diye vaxtıda ustazlığın özü ustazlığın nimqanlığı emas, eyipliğanlığı emas. Ama biz insanlarga bir narsani to'g'ri tushuntiramiz, to'g'ri tushunidek bir narsa holatiga akelamiz desak, uni shu arabcha lug'atni yaxshi bilgan va arab grammatikasi yaxshi o'zi sodiq bo'lgan shaklda bir arabcha kitobni, ilohiy bir kitob emas, arabcha bir kitobni yoki bir romanni tarjima qilgan shaklda tarjima qilgan vaqtida uniki aynan shu kitobniki ichidagi maqsadni aynan yo'ritib oldi. Agar undaq bo'lmagan vaqtida o bir mezhebin içi kirip durup hiç kaçan onu aynen yorumlayamaydı. Allah razı olsun. Onun için nima demoqchi bo'lgan chog'da muomala qilishni, qandoq muomala qilish to'g'ri, shu e'tiqodiy mazhablarga ma'lum bir ko'z qarashlarga asosan emas, shu Qur'onning o'zining asli oyatda nima demoqchi bo'lsa, shunga sodiq qilish kerak dedilar. Alloh razı olsun. Qandoq qilganda Alloh tarafidan nozil qilingan vahiyning asli maqsad muddalarini to'g'ri tushungili bo'ladi. Şu bay diyen okşaş, bunun özüne mesela Kur'an'da bağı bu sahada. Ular özü kitaplarını paramparça kılıp, dinini paramparça kılıp, her xil mezhep ağırlıvagan, sen ulanın mezhebinin hiç kastı emez de Peygamber Aleyhisselam diyen bir ayet var o. Leste minhum diyen ayet, nimba, kelim başıydı. Bu nemi diye vaxtda Kur'an'ı düşünüş için hiçbir mezhep tebe bulmaslık gerek diyen gibi oluyordu. Kur'an'ın özü mü deydi aşın özünce? Muşu vaxtın özde o Kur'an'ın nahayeti doğru düşenlik oldu. Eğer aşında düşendirsek insanlarımı nahayeti doğru düşenlik oldu. O vaxtda insanların kallısını ötüden bir nəsə oldu. Eğer biz onu bir zamanga, yani bunun 1400 yıl burunki bir zamanga, bir peygamberin kığa söz hareketlerine, ya ki bir mezhepke xas kıtıp düşengen vaxtda, baysıl diyen okşaş, o bir fantaziyaga aylandı. Andaki onu özüm emel kılanmaydı, insanlarım emel kılanmaydı, emel kılanmadı. Neyim kıldı onu? Ben falan dini itikat kuvvetime diyenden başka işim yok. Şimdi onu insanlar onu çıkıydıgan gel. Hazır misal dinden zirkip kaç çıkıydı orada. Çıkıydı sebebi ne mi diye vaxtıda? O din onun hiç kandak menfaat ekelenmaklık. Hiç kandak meselesini hal kılanmaklık. Mollunun kaşığı varsa ne de hal olmayan bir nesini dep insanların ziriktiriklik, ondaki o insanlar çıkıydı mecbur kaldığan gel. Meselini Kur'an arkalık toğru hal kılalığa vaxtıda toxtab turab, Kur'an toğru hal kıldıgan kitap cuma bu. Dep insanlar onu çıketmeydi o. Doğru. O insanlarınki Kur'an'dan yani İslam dininden çıkıtıştaki bütün sebepleri, bütün aşağı sebep bulatkan neyse Kur'an emez, mollalar. Mollalar bu Kur'an ne mi dinden çıkıtıştaki birinci asas ne mi dinden çıkıtıştaki sebep olan birinci asas mollalarda. O mollalarıma sizler degendek şu elaki Allah'ınki bu düşügen Kur'an-ı Kerim'den toğra maksat muddani tepiş usulünü hal kılanmagaçqa onundan keyin Kur'an bizga yetmeydi.
hadis bo'lmasa bo'lmaydi, Buxoriy bo'lmasa islom cho'kib ketadi. O bu degandekchi, o'sha gapini qilib, undan keyin ham o'zini aldaydigan gap, ham xalqni aldaydigan gap, Doğru. o'zining aldanganligini, hech qanday bir narsani hal qilolmaydiganligini, Allohning kitobiga ishonchisining yo'qligini diyemey bo'luvchi bevositachi. Chunki tushunmagandan keyin onun o'ziga foyda qilmagandan keyin xalqqa foyda qilmaydiganligiga albatta ishinde bo'luvchi. Doğru. Şöyle degandek, o aşı mollamlar bunga sabab bo'lag'liq. Mollamning ashuna sabab bo'lishiga menimcha shu Qur'onni tushunish usuli, Qur'onni tushungil bo'lmaydi degan mushu bir to'saq. Doğru. To'saq bo'ladi-da. Doğru. Allah buna aytdi. Nima bir gap kelganda unutib ketdim. Qur'on sirtida vahiy bormi? Kur'an sırtında vahiy yok. Hem de Kur'an'daki asasen düşken vahiyniki hemmisi şu Kur'an'ın içinde var. Kur'an'ın sırtında kapıgan bir vahiy yok. Kur'an'ın özünde mi zaten biz şu vahiy doğruluk sözlüğe vaktimi tekitledik aşının özüne. Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam'a onu yazıp retleş hukukunu ya ki vazifesini belgeldiği hakkında toxtalgandık. Onu yeziş, retleş hemmisi şu peygamberindeki vazifesi ötken ve tarihi kitabıldı mı Peygamber Aleyhisselam vefat buluşunun aldı da özünün ayalı hepsige şu Kur'an'ın özünü amanet koyganlığı ve keyinki özü halifelerinin özü mü Ebu Bekir Umer'den tartip hemmisi şu hepsidin şu Kur'an'ın özünü elip işletkenligi ve dünyadaki hakikat sebeplerine takatkanlığı doğruluk malumatlar zaten tarihte enik durdu. Onun özünü hech qanday bir inkar qilishga hojat yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'onning sirtida hech qanday vahiy yo'q deb qolgan. Qur'onning sirtidagi narsalarni vahiy deyishning o'zi u o'zi Qur'onga yana islom dini qilingan cho'ng bir ziyonkashlik, jinoyat mana shu vaqtida. Uni vahiy devilishning sababi nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalomni qiyomat qoyim bo'lg'uchi payg'ambar qilib olish. Hamma odamga hozirgi tabliq qilayotgan bir odam qatorida ko'rsatishchi qilayotgan bir tirishchanlik. Uniki o'lib ketgan bir odam ekanligiga ishonmagandek bir narsada. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom shu 1400 yil burunla ishini tugatib bo'lgan odam. Undan keyingi ishlar hammasi Qur'on qilib qildik. Qur'on yetgan yani hammasiga risolat yetgan bo'ldi. Bizga shu risolat yetdi. Payg'ambar alayhissalom Payg'ambar alayhissalom bizga tabliq qilgan yeri yo'q. Kur'an geldi, Arapça okuduk, misal, şunu düşündük. Bu kadar yani. Şunun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam bütün dünyaya şu Peygamber Aleyhisselam Peygamber boğanda kıyamet kaim boğuşu peygamberlik kılan Adem kadarı görüş bu hata bir düşünce. Xudu burun peygamberler okşa şu zamanısı peygamber boğan kitap düşken bolsa o şu kitap düşken nebi bir peygamber deb onu itiraf qilish ve onun işiniş bizim vaziyetimiz. Kur'an'da zaten işiniş doğruluk nimba imanın şartlarında peygamberlerge işiniş hakkında ayet var. Ama onun özünü kıyamet kaim boğuşluk onu peygamberimiz bizge şu Kur'an'ı aşağıdan yetkizdi o. Diş doğruluk hiç kandak bir malumat yok. O çünkü neymiş kadar vaqtda o reallik doğru gelmeydi o narsa. Eğer aşında ayet olsa mı aş peygamber kıyamet kaim boğuşluk Kur'an'ı yetkizdi diyen bu kalgan bolsa mı Kur'an'da o vaqt o ayet ya o Kur'an o nim fermanları asla emniyetke uygun bulmagan bir narsa çıkan boladı. O vaqt texinbe Kur'an'ın özü Allah'ın sözü geldiğini işenigili olmayan bir narsa qaladı. Şunun için Kur'an undaq narsadan xali bo'lganligi uchun asla undaq bir narsa qistirib qo'yiqlik emas. Hatto ki Peygamber Aleyhisselam'ın ölüp ketganligi to'g'riliqmi Qur'oni Karimda ham oyat bor. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibihi fala yazurallahu shay'a degan aş ayetning o'zimi o adam ölüp ketsa, o'ltirsa yoki ölüp ketsa siz iymoningizni yana olamsizlar. Kimki yeni olsa Allah hech narsani ziyo yetkazolmaydi, hech qanday ziyo yetkazolmaydi degan to'g'riliq oyatlar bor. Demak ki Peygamber Aleyhisselam'daki ölüp ketganligi zaten tarixda hammasi yoziqlik bor. O bizge hech narsani tabliq qilgan yeri yo'q. O peygamberge tushgan Qur'oni Karim bizga yetgan. Shuning orqali biz islomni o'zini qabul qilib, hozirgi vaqtda islom to'g'ri so'zlayapmiz mana. Boshqa hech qanday narsa, boshqa o Qur'onning sirtidagi hech qanday narsa vahiy emas. O Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degan hammasi o
200, 400 yıl keyin yezilgan bir narsa, uniki o'zi to'g'ri yerlari bo'lsa, burun biz o'sha hadis to'g'ri to'xtalgan vaqtda o'tdik, ash to'g'riliq bir nima qilib. Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan yeri bo'lsa, to'g'ri deymiz xolos. Bu qadar yani. Asla o narsaning o'zini bu din deyamaymiz. Nima uchun? Payg'ambarning qilgan ishi din degan to'g'riliq Qur'onda hech qanday oyat yo'q. Uni Payg'ambarning qilgan ishi nima desa, Qur'oni Karimdagi Allohning buyrug'ini ijro qilganlikdan iborat. Boshqa hech qanday narsa emas. Shuning uchun payg'ambarning qilgan ishini siz qiling degan to'g'riliq oyat yo'q Qur'onda. Siz Rabbani yani Tangrichi bo'linglar, yani o'rgangan Qur'oni Karimni o'rgangan narsalar asosan Allohga itoat qilgan insonlar bo'linglar deyiladi. Qur'onning o'zida atiulloh va atiur rasul degan oyat bor misol. Allohga itoat qilinglar. U yerdagi vavning o'zi va rasulga itoat qiling degan narsa yo'q u yerda. Ya'ni risolatga itoat qiling degan. U nima degan bo'ldi desa, Allohga itoat qilishimiz nima bo'ldi vaqtida? Qur'on. Risolat bilan shundami yoki? Risolat Qur'on. Yani mana shu vaqtida. Shu yerda atiulloh va atiur rasul desa, Allohga itoat qiling, hozir rasul qas rasulga itoat qilamiz vaqtda. Demak, u rasul u vaqtda o'lib ketdi. Bizning hozir itoat qilganimiz nima desa, Allohga itoat qiling, ya'ni risolatga itoat qiling. Biz risolatga itoat qilsak, hozirgi vaqtda yani Qur'oni Karimga itoat qilsak, kimga itoat qilgan bo'lamiz? Allohga. Allohga. Demak, bu yerda Allohga itoat qilish uchun Alloh tushirgan nizomga itoat qilishimiz kerak. Shu vaqtda biz Allohga itoat qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi bu. U yerda biz rasulga itoat qiling desa, rasulda hozir biz usquni qolmagan bir odamga qanday itoat qilamiz? O'ylab baxman bu insonlar. To'g'ri. Shuning uchun bu Qur'onning sirtida vahiy bor deganlikning o'zi bu tamoman o'zi bir bo'htonchalik, yolg'onchilik qilganlik, kazzoblik. Yani bizning millatimiz shunday bo'lib ketdiki, bir tarafdan aytgan vaqtda yolg'onchiga, kazzobga, aldamchiga ishonadiki, u to'g'ri gapga ishonmaydi. Misolda bu hozir shu rivoyatni so'zlayotgan Mehmet El degan bir rivoyatchi borki, kunda so'zlaydigan bir rivoyatchi. Ashniki ishonadigan shunday odamlar bor misolda. Sen bu yolg'on gapga nima deb ishonsa? Uni nurg'un yerlarning o'zi Qur'on shunday o ko'z tegish to'g'riliq, til tegish to'g'riliq so'zlayotdi. Ashuni o'zini rost deb ishondi misolda. Qur'oni Karimda undaq narsa yo'q. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, ular shunday qilgan bo'ladi degan oyat bor. La yuzliqunaka bi absarihim degan oyat bor misolda. Agar shunday qilingan bo'lsa, ko'z tekkizib ular sizni yiqitayotgan bo'ladi deydi Qur'onda. Ve yakadul lezine keferu la yuzliqunaka bi absarihim degan oyatning o'zi. Yani undaq ish yo'q. Bu odam o'zi ko'zini bir odam ko'z tekkizib, uning o'zini yiqitib tashlagan, til tekkizib yiqitib tashlagan bundaq o'zi narsa aslo mavjud emas. O yolg'on narsa degan gap Qur'on uni undaq deyapti. Bizda o odam bo'lsa, rivoyatga ishonib turib, rivoyatni akilib oyatda xalqni aldayapti-da. Millat yo'q, ashundaq aldamchiga ishindi. Eğer aşında boğan bolsa elbette şu vaktin özüdüler peygamberini yo'qotib olmamdı xaqçı. Albatta, u bizga kerakdi. Aslida shunday bo'lgan bo'lsa, bizga yaxshi bo'ladi. Nima ish qilsa, uyda o'tirib, o'qni Xi Jinpingni o'ldirib atmoqdi shu vaqtida. Misol, Xitoy askarlarini uyda o'tirib, o'qni o'ldirib atmoqdi. U narsa mavjud emas, mumkin emas narsa u. Va yakadul lazina deganning o'zimi mumkin bo'lsa, shunday qiladi u kafirlar deydi. U mumkin bo'lsa, ashta qiladi, albatta shunday qiladi deganning o'zi nimani bildirdi? Ta'tir tarasi bo'yicha u mumkin emas degan gap u. Ishonmanglar unga degan gap. Tamam. Uni Sura Baqarniki bir nemisini deydi-ku. Vattaba'u ma tatlu shayatun ala mulki Sulaymon degan oyatdan bor shu. Sulaymon payg'ambar anda qitmandaqdi yolg'on gapni to'qib Sulaymon alayhisalom qarta haqqalqi xotinning orasini ajrashtiradigan ashundaq bir ilmikri ishni qilib mushnamal ajrashtirin deb. Ammo u narsa hech qanday Qur'onning o'zida ashadi bor. La yazurruhum va la yatba degan oyatning o'zida hech qanday foyda yetkazolmaydi u narsalar deb oyat Qur'onda ochiq turdi misol. Demak, bu yerdagi narsa nima desa,
Aş ayet chiqqandan keyin ha mushunda bo'ptiki emas. Oyatning mazmunini to'g'ri tarjima qilmagandan keyin shuning bilan ha oshni o'qisiz ashunda ko'z tegadigan til tegadigan ishni bo'lgan ekanda aslida deydi. Malqi qul vallohu ahad nima? Qul a'uz birabbil falaq, qul a'uz birabbil nas deb qo'ygan vaqtida Hazrat Eli shundoq uni payg'ambar alayhisalom shundoq o'qiyotganmish. Hazrat Elining o'zi shu qul a'uz birabbil nas va qul a'uz birabbil falaqni o'qib payg'ambar alayhisalom suflagandan keyin Hı. u andan keyin o'zi o'ngshalganmish. Yani bir quduqqa jipni o'zi yetti yan chigib tashlayotganmish. Shuni o'zi tep chiqib shu har bir oyatni o'qigan vaqtida bir tal chigin yashgandan keyin u payg'ambar alayhisalom saqaygan degan ashundoq yolg'on gapni qo'ydi mas'ullar inshaalloh. O Hazreti Eli okumuş Peygamber Aleyhisselam o kulağı uzun beraber pelakları nasıl unutup kattık hemen bak. Ondan insan oldu. Hı. Ben kısıkta Demek hem de bu Hı. insanların min yıldan birisi Hı. aşında yalgan gap bilen, yalgancılar, kazzaplar, aldamçılar aşında özü aldap gelgenlik için o aldamçılar işinip gelgende millet. Hazır aldımay doğru gapni qilsa, Hı. Emniyet uygun keldiğin bir gapni qilsa, o adamın özünü düşman tutadigan, "Meni aldimi" deb turib düşman tutib bu insanlar. Bunda qaratib Bunu, insan. onun üstündeki en kızıkı Kur'an'ın özü de Kur'an'dan başka vahiy yok. Deyilgen tursa. Bu şu bir kitap size yetmemde degen aynı ayetler. Baştan ayak zadı şu. Bunu başka bir ders katmaysa, üzerine havasının konuşmaysa degen ama ayetlerden tolga vekili. Kur'an'ın sırtında vahiy ba deb düşündürüp de bu kadar ahmak hem düşün. Elbette. Hem üzümü şunu hal kılanmaklar men addiyse uladek okumaganım düşün. Eşi Nebi bilen Resul degende izdini yürüp onun peygamber berildi. Men şunda rahat da hazır düşün. Ulanın kişilerden hem nasıl kutuldum da hazır düşün. Paramparça düşün. Taşlaklık. Ama bu ahmaklar hazırken geçe şundan baklanmay. Yine kaç gün dere sözlepti. 153 mekke. Aşıdan onda bizge karşı 20 ayeti kepti. 20 ayetini 10 minuttu mu 15 minuttu sözlep buldu. Aşağı ayetin hemmisinde Resul. Resul debbade. Aşının hemmisinde peygamber debbade bormalaplam tercüme kıldı. Şunun bilen üzünün demekçiге bolgan gipini meni peygambergime vahiy kilidi. Peygamber üzünün heves bilen gap kılmaydı. Onun gap kılgandan hemmisi vahiy dep ekildi de. Bu kadar ahmak. Doğru. Hem üzünü ahmak kıldı. Hem üzünün dötükini mi böyle nime kılmaydı. Onun için onun ergişidigan nurgun insanlarını kirekten çıkardı. Kur'an'da misal kim nimege Resulullah itaat kılsa Allah'a itaat kılgan boldu diye ayet var mı Kur'an'da? He. Aşının özü mü? Aşı Resul'ün özüne aşağıda misal o Peygamber Aleyhisselam ölüp ketkendikin o neyse o Resululuk nemisini çıkıp o biz aşı Resul deganni so'zlagan vaqtim dedik-ku, uni ikki xil ma'nosi bor. Shu vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalomni ifodalaydigan tarafi bor. Yani biz so'zda risolatni ifodalaydigan tarafi bor. Payg'ambar alayhisalom o'lib ketgandan keyin qaysi tarafi qolib qoldi endi uniki? Risolat tarafi qolib qoldi, shundaymi yoki? To'g'ri. Neymiş? Ama risolat tarafi qolib qolgandan keyin kimki risolatga itoat qilsa, ya'ni Qur'onga itoat qilsa, nimaga itoat qilgan bo'ldi desa, Allohga itoat qilgan bo'ldi. Xuddi masalan, Angliyaniki asos qonuniga kim itoat qilsa, Angliya hukumatiga itoat qilgan bo'ldi. To'g'rimi yoki? Shunday. Xuddi shunga o'xshash, kimki Alloh tushirgan bu kitobga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. U shu qadar endi oddiy bir narsa endi. Uni murakkablashtirib, o yerga rivoyatni akilib, o yerda beyimi to'pisini bo'yash qilishganda hojat yo'q. Tamam. Ondan başka tamam bunu özleri öldürüp çıkarıp ondan başka vahiy var mı dedi değil için. Aşı bujinlarning vahiy degan aşı rivayetlerini, hadislerini toplap yazgan aşı adamlar mı? Aşı mezhep alimleri mi mesela için? Hiç kalsa bununla iman eğitimini demeklik için. Elbette. Birisi çıkıp benim Allah'ın kitabı bilen okşaş diye yerim yok. Bulanmışım. Ha. Onun ki bunun çokum iman etmesen bu olmaydı imandan çıksa diyen bir yemi yok hem düşün. Ama bula kanda kaldı desesi hem mesela ekipler. Yani ki toda isim kilden bir ayet var. Men fekkini hatta tahti yahtemul beyneme.
Aşı Bektul isim kilidir. Kitap kelgenden keyin ondan keyin balayını yine ezip gidiyor. O çok kitap keleglik. Özünün qayaşıdaki nəsini ifadələyənməgəndikən, o tərək mağalamagandikən, xalqның özünü aldayanmagandikən bu Qur'anı qarısa. Qur'an qarıb qoyub aldaydigan yalğan gapni tepib, şunun özünü din qılğan gap. Öyle gepki. Ondan keyin Allah razı olsun. Şu ahirisi bir tane sual qilib qoldik deymi? Biz ibadetlerimiz ve itiqadımızdaki qaysı noktalarını çın tutuşumuz Emel qilib kelinayotgan ibodat va din tushunchalarimizdagi ortiq narsalar nima? Bir savol. Ortiq narsa nima? Artıq nəsə Qur'anın sırtındakı nəsələrimiz artıq. Qur'anın sırtındakı məyli fiqh olsun, məyli itiqad sahəsiga yazılған kitaplar olsun, aşı Qur'an to'g'ri kelmaydigan narsaning hammasi u ortiq narsalar misol. Biz mi yozyapmiz kitapni, ammo o kitapniki yozgan vaqtida uniki manbasi, ya'ni har bir yozilgan narsaniki asosi Qur'oni Karimdagi bir oyatga nima qilish kerak, asoslanish kerak. Agar undaq bo'lmasa, u hech qanday narsaga yaramaydi. Misol Peygamber Aleyhisselam an degan, man degan deydi. Peygamber Aleyhisselam agar bir narsani deganligi, Peygamber Aleyhisselam deganligi aniq bir rivoyat bo'lgan bo'lsa, u rivoyatniki tegi mutlaq holatda bir oyatga tutishidi. Peygamber Aleyhisselam shu oyatni insonlarga bu mado degan gap deb tushundirganlik bo'ldi. Misolda, o asla Qur'oni Karimda hech qanday bir uning oyat yo'q, ammo o ya Qur'oni Karimda zid keladigan yerlari bor, o rivoyatniki unda bo'lgan vaqtda asla o Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'ladi. U payg'ambar alayhisalom degan narsa hisoblanmaydi o narsa. Birinchi masala. Ikkinchisi u payg'ambar alayhisalom boy deganga o'xshash har bir olim u prinsipni shu zamondagi ahvol qarta insonlarga tushuntirgan gap. Zaman o'zgargan vaqtda shu zamondagi o'zgargan ahvol shu ilmga asosan tushuntirgan gap, uning o'zini tushundirish texnik u mukammal bir tushuncha asli bo'ldi. Faqat u yerda boy deganga o'xshash u prinsip o'zgarmaydi. Misol. Hozir osmon jismlari to'g'risida Qur'onda nurg'unlagan oyat bor. Shu osmon jismlarini u vaqtda misol osmon yerilgan vaqtda degan oyatlar bor. Osmon yerilib, bu vaqtda tushuncha qanday desa, Misrniki tarixini o'qisa ko'rdi. Misrnikida shu masalan shu milodiydan burunla shu astronom ilmi o'jaganki hali shu vaqtda qanday qaraydi desa, osmonni mushtaq gumbaz shakllik holatda. Bizniki shu nimalar, meshniki gumbazlar deymiz, burunqi kigizo'yli deymiz, millatlarniki nurg'un millatlar shunday gumbaz chiqirdi. Shuning hammasi nima desa, asosan shunday osmonniki nimasini shu tasvirlab chiqargan bir narsalar. Misol, u yerilib bizni beshimizga tushadigan gapda. Ammo shu yerilib degan oyatlar bor Qur'onda. U nima degan vaqtda u yer qiyomat qoyim bo'lgan chaqda zodi butun koinot hammasi vayron bo'lganlikdan iborat bu prinsip o'zgarmaydi. Ammo uni shu zamondagi ilmga asosan insonlarga tushuntirgan bir narsa misol. Yani baribir qiyomat qoyim bo'lgan chaqda mushtaq koinotlar vayron bo'ladi deganni ifodalash uchun tushuntirgan bir oyatlar. Uning o'xshash oyatlar Qur'oni Karimda jiq. Uning uchun biz ilm sohasi to'xtalgan vaqtda nimada to'xtagan vaqtda her bir ilim şu zamaniga, şu makoniga mansub narsa. Buningda 100 yil burunqi ilmning o'zini hozirgi zamonda eng ilg'or ilm timovi deyishning o'zi xato narsa bu. Xato bo'ldi. Misol, hozirgi zamondagi narsalarni ifodalab berolmaydi. U 100 yil burunqi ilm bilan. Shuning uchun u 100 yil burunqi ilg'or ilmning o'zi shu zamondagi ilg'or, shu makonda ilg'or bo'lgan narsalar. Ammo hozirgi zamonda u ilg'orti deyish u to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bu yergi narsa nima desa, prinsip ilmni to'g'ri ishlatishdan iborat. Har qanday ilm bo'lsa o'qisa bo'ladi, ammo ilmni faqat to'g'ri ishlatishdan iborat bu prinsip o'zgarmaydi. Ammo u yerda biz uniki tushuntirish jarayonlarining o'zini uni asos qilmaslik lozim. U vaqtdagi ilmlarni asos qilmaslik lozim misolda.
Çünkü o zamandaki ilimni asas qilgandikinlar hozirgi zamonda hech qanday narsaga ilgirlash mumkin bo'lmaydi. Hozir masalan bizniki shu millatimiz yoki shu islom ummati deyli, mushlar mush ilmda oxir qolib qolishning butun sabablari nada degan vaqtda davomli 1400 yil burungi payg'ambarning ish izlarini o'rganish. Bu yani asosiy qismi mushuni nima qiladi. O 1400 yıl burun işinin özü şu zaman xas iş. Biz o peygamber şu zamanda en ilgar işini qıptike. Hazır zamanda şu iş en ilgar iş devam etsin. Hazır biz şu peygamber okşaş ilgar işini qilishimiz gerek diyen bolsaydı, o vaqtda musulmonlar boshqacha bo'lardi. Onu qilmasdan o davomli burun kelgan eski japanning o'zini hozir shu en modern japan deb ashni kiyib olgandiki qanday o canının aqsı qamay qana qıldı mesela. Bay diyen okşaş, o zamandaki endizi bilen hazır zamandaki endiz okşamaydı. O zamandaki çapanın endizini şu zamanı layık, şu zamandaki nemi karta çıkaran neyse. Hazır onu ekiplekin, moşunun karta kesme onu kastum boroluk kılmadıysa, kandak kastum boroluk tikil olduğunu olan. Demek ki onu hemen neysini zaman makanı karta düşünüş nahit muhim neyse. Allah razı olsun. Ondan keyin biz ibadetlerimiz ve itikadimizdeki qaysi noktalarını çiң tutuşumuz lazım degan savol ekan. Oxirgi savol. Bu ibadetlerimiz, itikadlarımızdaki nokta asasen bir tal nokta var. Bir tal nokta neyim degan vaqtda bir Allah'a itikad qilish ve ibadet qilish, onun şirk keltirmaslik. Mush nokta var. Hamma narsa mushunga bog'landi. İbadet qilgan chaqdimi, zot Qur'onda shu nurg'ulgan dinning mas'ullarining o'zi zikr qilindi. Ay zikr qilingan vaqtda ibadet şirk, e'tiqoddagi shirklarning o'zini bayon qildi. Ashuni xato tarafida. Ashuni qilganligi, shu shirk qilingan shirkning o'zi xato bir narsa ekanligi bayon qilindi. Shu bu yerdagi nuqta nima degan vaqtda biz ibadet qilgan vaqtda ibadetimiz şirk bormi yo'qmi? Bir narsa shirk keltirgan qatorda bunda bir ibadetimizda bunda bir narsa bo'lib o'tamdi. E'tiqodimiz-chi degan vaqtda e'tiqodimiz shirk bo'tamdi. Misol nima shafaat to'g'riliq deymiz. Ayda qilqi nurg'ulgan nimalar o'tdi. Shuning o'zi nima desa, shafaat shirk qatorda bo'lganligi uchun o shafaatning o'zi Qur'oni Karim qabul qilmaydi. Şunun için bu yerdeki neyse itiqat nima bir Allah'a işengen vaqtda fakat bir Allah ekanligi ishonish u birdan eshib ketgan bir narsa yana bir narsani o'ttirgan o'zimizning Allohning o'ttirisiga vasita qilgan vaqtning o'zida u orliqda o'zi shirk paydo bo'lganligini masalan palonning vasitasi bilan bizning duoyimizni qabul qilgan payg'ambar alayhissalomning vasitasi bilan yoki şehitlarniki falan deb nurg'ulgan o'zi hikoyalarni aytdi-ku, Turkum jamiyasiga kirsak. Shunga o'xshash duoni qilish bu butunlay ibodatlarimizda shirk paydo qilib bo'lib hisoblanadi. Bunda ibodatlar asla ibodat hisoblanmaydi. Alloh qilgan ibodat hisoblanmaydi. Ibodat bo'ladi. O shirk ibodat oldu. O Alloh qabul qilgan ibodat hisoblanmaydi. Shuning uchun bu ibodatlarimizda ve e'tiqodlarimizda bu shirkka dikkat qilishimiz lazım. Şirk qilmaslik bizniki eng ching tutilgan nuqtamiz bo'lishi lazım. Allah razı olsun. Endi savollar bir qator tugadi. Ahmetcan efendim başka savol bormi siz o'ylagan qalbingizga kelgan? Ahmetjon Uxlab qoldi. Yo'q. Dersini başına ahırı anladım. Allah. Emmeden. Allah razı olsun. Gerçi ilgirki sallarda bu bugünkü temalarning ko'pinchisi sharilinib bo'lgan, izohlanib bo'lganda, tushuntirilib bo'lgan. Lekin insonlarning tushunishi kallasi bir qalpoqni kiyilib yoki bir to'nlikdan beshini chiqariblar yoki to'nlikdan beshini tiqib uyni ichini ashadilab qarab turib olgandek o'zi e'tiqod qilib kelgan, ko'ngan, odatlangan dini bilan
Kur'an'a nazar salgan gap, kimin tapanmagan ekan, hadisden yamak salgan gap. Şunun bilen yetiştirenmeydi de buna. Endi bizge bu asan toxtumada bu an'anaviy klassik dinning sirtmaqadan qutulmaqimiz uchun. Endi aş do'stlarmi, agar izdenishi samimiy bo'lsa, mustaqil irodasi bo'lsa, tafakkuri bo'lsa, albatta hamon bir kuni haqiqatga keladi. Agar samimiy bo'lsa, rostchil bo'lgan bo'lsa. Shuningcha biraz qaqishtirganligi tarixda isbotlanib ekan. Onunla sevir qilamiz inşallah. Bugün endi bo'lapmi shu Qur'on Karimninki Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatiningki jiq taraflari yo'ritildi. Ben yillar ilgari bir do'stlar bilan ilib olgan munozaramizda shuna bir narsani degan edimda, unutmayman yani. Çünkü ko'pincha narsalar tushuncha agar g'arazsiz chin qalbdan kelgan bo'lsa, u qalb mo'minning qalbi misolan bir chiroq qo'yilgan taqchiga o'xshaydi deb oyatda keldi ekan. Tafakkur qilgan vaqtimizda haqiqatning manbasi bir o'g'illik uchun aql agar g'arazlanmagan bir aql bo'lgan bo'lsa, cho'qim haqiqat ushqishligida ilgari shu dinni qora ochliqqa o'xshitib, her millet o'zining tomog'ini etib yeydi. Muşunun misali deb tushundigan bir tartışmamız bo'lgancha. Yani bu onun jarayoni uzun. Uzun bir jarayondan keyin men tafakkur qilish orqali shu chaqda ajna bir deb degan yordamda bor. Agar mushtor nimani ko'rayotgan do'stlar bo'lsa, cho'qim hamon bir kuni shohidlik bo'ladi, shohid bo'ladi. Yillar ilgari deyishgan edik deganlar. Yani şu milletler özüge mos keladigan şekildeki uslubni ijod qilib chiqadi o'zida. Masalan, kiyimdeki prinsipni dedik. Kiyimdeki prinsipni tushungandiki, o'zi shu prinsipga uygun şekilde Uyg'ur milliy kiyim kechgan o'tirib olib chiqilgan gapkan. Yemek içmekdeki halal haram prinsiplerini, başka prinsiplerini tushungandan keyin o'zimizdan lag'man, polo, mantu savdolar bilan chiqib turgan gapkan da. Lekin bunun bilan o Arapның çelpkini etmeganidan keyin bu hadisni sunnatdan chiqib ketganlik bo'lmaydi ekanmiz. To'g'ri. Ammo halal yedimi luqmani ha. Mushadim bir asan bir insonga bir nimbada bir ders var. Yani ko'pincha do'stlarninki shu oyatda tushunishda burunqi kallasi singib ketgan xato tushunchalar g'olib kelib oladi ekanda, bu qadar insonlar tushunmay san kelganda sen bilibsanmi, san qanchalik deb. Buni bizlarga ko'rsatgan, barmoq bilan ko'rsatilgan nishon to'g'risidagi hikmatga yiqqan bo'ldik. Shu payg'ambar alayhissalomga boshdan oxir deyilayotgan, hadis deyilayotgan narsalarning hammasida shu Qur'onning ijroati bo'lib chiqqanligini dedik. Eğer Peygamber Aleyhisselam doğru emen desek, şu Kur'an'ı icra etmemiz gerek de. Eslimen ben kayıtışımız gerek. Nurgun bu meselelerin hepsi deyilip oldu. Emniyette Kerim Ustaz, şu Uygur Nimise'deki ölümalar işi de, mesela şu Kur'an menbelik din düşüncesi boyunca başka Türk ustazlardan mı işip ketken fikirleri oldu şu. Yani ula hatta belki bir ertegen değişim mümkün. Mesela kul düşüncesini şunda desteklemek sohbetleşlerimizde bana aceplendim. Kul dep düşünettik de Abdullah mesela Allah'ın kulu, Allah'a kulçuluk kılış, katarlık mezmunlarını düşünettik. Ama ustaz dedi ki kul ile kuldarının arasında azırak bağlantı var. Yani okşaşlık var. Yani insanlık cihetten işkilisi okşaş. Biri abi yemişsin pul setip aldı. Ananınki o onunki kuldarı oldu, mava kulu oldu. Ama Allah'ın hiç kanday bir bendini setip alga yeri yok. Ve hatta kul ulaş için Allah'ın azrak, xudu insan bilen insan okşaydıgan şekildeki bir yer bulaş gerek de onda bir nimimiz yok. Bizim onda şansımız, yani onda bir kuvvetimiz yok. Hem Allah'ın kuluğa ihtiyacı yok. Hem kulu oluş, Allah'ın kulu buluş süpütü bizde yokken de biz məxluq ekanmiz zaten. Bunu o'sha tushunchalarda gerçi bazen Türk ulamalarınki sözlerinden ustazdan sözlerini kiriştirip kelib do'stlar qarshi raddiya şekilde sungan bo'libdi. Men shu
Kerim Ustazlar fışkaşkanlığından keyin başka Türk ulemalarının sözlerini fakat yandan anladım. Yani aralab döner yedik, çelpek yap koyduk, dürüm yedik ama asas yiyen nersimiz pola yanılan özümüzden Uygur tamık oldu. Şunun misali biz özümüzden tilide sözlegen, özümüzden fikirlen oyladığan, Kur'an'ı bizden Uygur'un közünden köreyatkan bir közden küzçiden, düşendirçiden anlap geldik. Ben bunundan nep aldım yani. Şu dostlarım bu meselede ama biraz sergek buluşuna tavsiye etkim geldi. Allah razı olsun. Her temada, her derste devir bölgüç fikirler var. Aslı düşüngen kavim için, düşüngen akıllıgiler için. Ama o yanılan qattiq taşqa o'xshaydi. Ana shu o'ziqni tepib yalaydigan, undan quvvat ola oladigan bir maydisi lozimda insonga. Shunga qo'rqayotgan bo'lishi mumkin insonlarimiz. Ama hamon bir kuni haqiqat g'olib keladi inshaalloh. Mening boshqa savolim yo'q. Chunki savollig'idek bir mazmun qolmadi. Ba'zan mazmunda biroz nima bo'ldi, masalan, hozir qochuvdim. Pardon. Burun deb bo'lgan Inson yine devam yezib etimiz qo'y- yezib qo'yman deb turgandim, hozir keyin mazmun jiqilib ketib qochuvdim o'sha yerda. Demoqchi o'g'lim xato hukm berib qoldigan mazmunlarni biroz chiqib qolgandek tuyuldi, lekin umumiy ko'zdan qaragan vaqtimizda nima muddo bilan deyilayotganligini aqlga ishorat nadonga yo'ldirish shaklida tushunadigan insonlar albatta ko'rsatgan emas, ko'rsatilganini ko'ralaydigan, ustoz tushuntirayotganini emas, tushundirilayotganini ko'radigan, tafakkur qiladigan bir aql tushunchisi bo'lsa, insonlar bo'lsa, albatta ba'zi imlo xatoliklardan o'tib ketib, asli mazmunni o'qiy oladigan kitob o'qidimanga o'xshash, o'qirmanlarga o'xshash mazmunlardan yaxshi foydalana oladi inshaalloh. Meni so'zim tugadi. Ishqilarimga qolmaymiz. Rahmat. Anaqa et-tekraru ahsan velev kana 180 deydigan bir gap bor. Ba'zida 1080 deb qo'yman. Ba'zi gaplar qaytalangandek bilinib qoladi. Masalan, Qur'on Karimda Yusuf surasi, nurg'un suralar necha qatim deyildi, lekin u yerdagi maqsad boshqa bir narsa uchun. Shunga ba'zi gaplar qaytalangan taqdirdami, lekin yana boshqacharoq nuqtai nazarda turib tushunsak başkaca faydalarımız hem de. Allah razı olsun ustaz. Biz nayeti köp fayda aldık zaten. Faydanın çoğunu biz özümüz elevatımız. Ya sizlemes ben birkaç Enes Hacım'a bir diyendim. Enes Hacım'ın iyisi de vardı. Kur'an her okuğa vaxtımda birkaç nesne ne kılımı? Qur'onga qarab men o'zimning e'tiqodimdagi ashi xatolikni o'zini tuzdimanchi, ashada ma qilayotgan ishim ma sohadagi ko'z qarashim xato ekanda deb qilamanchi. O'tganda bildik ashuni o'zini. Qarindoshlarimiz o'qigan vaqtida o'zining e'tiqodi to'g'ri kelgan vaqtda ma to'g'ri deb qabul qilmasdan uni to'g'ri o e'tiqodi to'g'ri kelsin kelmasin to'g'rining o'zini qabul qilish lozim zaten. O'zining koni e'tiqodi xatolik va balkim o xato e'tiqodga to'g'ri kelmagan yerning o'zini bu xato demasdan uniki to'g'ri xatoligini kishini o'zi tahlil qilish lozim, tafakkur qilish lozim. Uniki o to'g'ri bo'lgan taqdirda o'zlik xatoligini tashlab to'g'risini qabul qilish lozim. Shu vaqtda o'zini o'zgartira oladi inson. Bo'lmasa u biz ming qatim desakmi, masalda u odam qabul qilmasa, uning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlarniki belki bizniki bilmagani, bilinmagan yoki deyanmagan nurg'un yerlarimiz bo'lishi mumkin. Ularni bilsa, o'tirib qo'yib texnbek biznikimi shu bilimdan bir nasibini bersa, texi yaxshi ketadi. Xudoy bo'lsa, yeni birisiga shu gaplarni qistirib qo'ysam, biz Qur'onni biz ma'lum bir oyatni izlagan vaqtimizda, masalan, qanday vaqt izlaymiz desa, kallamizda bir narsani to'g'izamizda, shunga aloqador oyat davomida maqsadli holda izlagandan keyin shunga aloqador narsani ko'ramizda. Ham shu o'zimizning maqsadiga to'g'rilab turib tushundik ekanmiz uni uchun.
ada qilmay yenibisiga hech qanday maqsad, hech qanday mudda yo'q holatda Qur'onni ichib, shu oyatni o'qisa inichu, bu He. yerda boshqa Mush nima? ayet yani o'qigan vaqt mush ayetning maqsadi zot nima degan vaqtda u Hı, maqsadni tushuna oladi. Shuning uchun u hı, maqsadni tushungandan keyin bu Qur'on mandaq deb o'zida shuning to'g'ri keldigini bo'lsa, to'g'ri keldi. To'g'ri kelmagan bo'lsa, hatto Qur'on mandaq debdi-da, men mayli xato bir tushuncha bo'lib ekanman, mustaqil men xato e'tiqod qilib turibdi ekanman deb, e'tiqodni to'g'rilab oldi ayni. Ammo u hı, yerda hı, sil degandek, o'qiydi, undan keyin uni hech qanday qabul qilish tarafi yo'q-da, misolda. hı, Bundaq hı. bo'lsa uni hech qanday foydasi bo'lmaydi. Doğru. Şunu o'qish lozim. Uni bir narsa o'qigan vaqtidami, sil degandek, kallasida maxsus bir qalbni turg'izib olib, Qur'onni u qalbni ichiga solash maqsadida o'qimaslik lozim. Qur'onning o'zining bir qalbi bor. Biz o'zimizning kallasini shu yerga, shu Qur'onning ichidagi shuning o'zi moslashtirish uchun o'qishimiz lozim. Ve Qur'onni biz kallamizga moslashtirish emas, kallamizni Qur'onga moslashtirish uchun o'qish lozim. Hatta elaqa Bahmet Hacım'ı bek abdan tinşeydi onun için. Onu sözlep durdu. Allah razı olsun. Hele bir ayetini biz barlık elçilerini yüzünün tilide ivettik diyen bir ayet var. Şu manadaki. He. Ben bu yerdeki tilini ben nimelerinin tilide milletinin tili süpüdüler. Öyle düşündüm ben. Hı. Bunu Mehmet Hacım başka düşündüğü için. Hı. Mesela elaka Seypun yağatçı. Yağatçının özgüçlük bir tili olur o. Aş Hı. yağatçının aşı tili bilen gap kısak o tekem yakış şunun demiş. Aynı Elbette. okşaş her bir kesipnin özgüçlük bir tili var. Biz Hı. aş edemden tilidim. Mesela Uygurca benim tilim dinemez. Men düşündüğüm bir til var yeni bir daha. Yeni bir til Hı. var çünkü. Aşiyanı tepip aşında düşündüğün ayında elçiler de düşündüğündekin behoş olup gitti benim için. Şu Kur'an'daki ilki ilki Mevzetil Hasene degan bir ayet var mı? Bil hikmeti ve öl mevzetil Hasene degan ayet var mı? Hı hı hı. He. Aş ayet aşınım kıldı. O ilki bu maksat nima degan vaqtida qassobni qishi qilgan chog'da qassobga muvofiq gap qiladigan, navoiyni qishi navoiyga muvofiq gap qiladigan bo'lishi lozim. Qassobni qishi qilib navoiyga deydigan gapni qilsak, u yerda u qamlashmaydigan gap. Shuning uchun ilki her odamniki ma turklarning bir gapi bor. Buni nurg'un qatim dedik. Echilmaydigan qapı yo'q deydigan bir gap bor-ku. Hı. Bu nəhayət mühim gap. Hər qandaq bir insanniki haqni qabul qılmaydigan tərəfi yo'q. Ammo haqni qabul qildirish uchun uningga to'g'ri keladigan bir yo'l bilan kelish lozim. Shu Qur'onning o'zida muhim bir nuqta muallif qulub degan bir narsani o'tirib qo'yibdi. Hı. Muallif qulub degan nima desa, har qandaq bir vositani jinoyat shakllantirmaydigan bo'lsa bo'ldi. Har qandaq bir vositani qo'llanish orqali u insonning o'zini to'g'riga indak keltirish bu nəhayət o'zi nima hikmat, yana hikmatlik ish qilgan bo'ldi odam. Hikmat deganing o'zi nəhayət fan farosat bilan, aql farosat bilan ish qilgan bo'ldi odam. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onni arab tilida tushungan o to'g'ri, lekin uni yetkazishmi payg'ambar alayhisalom zamonida misol Qur'onni sabi masoni deydi, 7 nima deb. Shuning hammasi nima degan vaqtida u har bir oyat 7 qatim takrorlanmaydi. Bu bir ma'noni ifodalaydi bu yerda. Har bir odam qishi qolgan chaqda shu odamni unda tuantirib qarab, uningga loyiq holatni tushuntirish bu bir o'zi usul. Ya'ni shuning amal qila olsa, u Qur'onni tushunmaydigan odam qolmaydi degan gap. Allah razı olsun. Rahmet Ustaz. Bugünkü mezmunlar asasen tügüdü suallamışı. Yine keyinki mezmunlarda yine sizle avar kılımız. Kadirlik Pidayla ikranının görünmenleri Kur'an'da Nezer programımızdaki heveskarları Kadirlik Yerindaş'ta. Bugünkü Kur'an'da Nezer programındaki 94. kısım olan Kur'an ve Uygurlar degan tema san müşahede ayaklaştı. Hem onlardan Allah razı olsun, rahmet.
95. sanda görüşeyli. Aman bolonglar.